Assalomu alaykum. Ekran orqali qarindoshlar amanlik qilib xayrli bo'lsin. Bugungi Qutbat Qubelik instituti tarafidan o'tkazib kelayotgan texnika va kelgusimiz suhbatimizni qaytadan boshladik. Bugungi suhbatimizni shu falsafa to'g'risida leksiya elib berishga muvaffaq ko'rdik. Bugungi bu suhbatimizga Amerikadan To'xti Abduvoyit akamizni taklif qildik. To'xti aka, hoş geldiniz. Nametcan, rahmat. To'raldagi barliq ko'rmanlar, atiganlar yoki tushdan keyinlar xayrli bo'lsin. Men turvatgan yerda atigan bo'ldi, shunga atigan dedim. Bugungi bunday qimmatli vaqtingizni chiqarib, bugungi bu leksiya qatnashganingiz uchun barliq ko'rarmanlar nomidan rahmat aytamiz. Undaqda shu suhbatni boshlashdan burun bizning ko'rarman qarindoshlarimizga sizni qisqacha tanishtirib bersak. To'xti Abduvoyit akamiz 1997dan 95-yilgacha vatanimizdagi Pedagog universitetida siyosat kasbida o'qigan. Undan keyin 95dan 98-yilgacha Atalmış universitetidagi Asiya, O'rta Osiyo tadqiqot markazida Uyg'ur falsafa tarixini o'rganib, magistrlik unvoni olgan. 2003dan 2005 yilgacha Gollandiya Erasmus universitetida g'arb falsafasi o'rganib, magistrlik unvoni olgan. 2006-yilning oxirigacha Sharq Turkistondagi oliy maktab o'qituvchisi bo'lgan. 2007-yildan hozirgacha Amerikada yashab kelayotdi. Shu ishdan sirt falsafa kasbi bilan shug'ullandi. Nurg'ulon qarindoshlarimiz To'xti akamizni bilish mumkin, bilmaydigan qarindoshlarımizga tanishtirishda muvaffaq ko'rdik. Unda bo'lsa To'xti aka, sizmi bilasizmi shu falsafa desam, mayli asosan anglab boqqan bir o'qim. Lekin falsafaningki qanday bir kasb ekanligini, falsafamizningki shu falsafaningki hayotimizda qanday rol o'ynaydiganligimizni menimcha ko'pincha uqmaymiz deb o'ylayman. Şunlaşqı şu leksiyani mümkün bo'lsa qisqachalam falsafa qanday bir kesib, kunlik hayotimizda qanday rol o'ynaydi to'g'ri qisqacha tunishtirib bergan bo'lsangiz, rahmat. Bo'ldi, rahmat Nametcan. Oldi bilan men Qutbat Qubelik institutining menga bu so'zlash fursatini bergandan qaltis mamnun bo'ldim. Yana Üzəmnin şu fürsətdən faydalanıb yaxşı bir leksiyani elib keladiganligimga ishonaman, umid qilaman. Endi falsafaga kelsak, falsafa shu so'zning o'zi grek tilidan kelgan. Grek tilida fil deganning ma'nosi yaxshi ko'rish, sofi degan aql. Filosofi bo'lsa bu aqlni suyish degan gap. Endi filosofer bo'lsa yoki faylasuf deganlik aqlni so'yguchi yoki aqlga ergashguchi, aql ustida tadqiqot olib boruvchi degan ma'noda. Endi bu so'z dastlabki miloddan ilgirki 700-yillarda shu qadimgi Gretsiyada o'tgan Pitagoras degan bir faylasufninki ijod qilgan falsafaning nima ekanligini. Shundan boshlab keyingilar bu falsafa degan so'zni shu ma'noda ishlatib kelgan. Endi falsafaning taraqqiyotiga tarixdan nazar solgan bo'lsak, biz endi bu yerda navbatganda yana eskartib qo'yish tegishli ish. Asosligi bugungi leksiyadan shu g'arb falsafasini asos qilib so'zlangan bo'lg'achqa, shunga ko'pincha g'arb falsafasidagi shu tarixiy liniya bo'yicha masalalarni bayon qilib o'tmoqchi. Endi falsafa dastlabki rasmiy bir fanniy yo'sinda tahlil qilinib boshlangan vaqtlar taxminan miloddan burungi shu 700-yillardan hozir qadar hisoblaganda 2700 yilga yaqin falsafa insonlarningki falsafada izlanish, tadqiq qilish tarixi bor bo'lib hisoblandi. Endi bu jarayonda nurg'un falsafaviy iqimlar, o'xshamagan jo'grafiyalik rayonlardagi falsafa ideyalar o'ttirib chiqqan. Mashhurlardan masalan biz bilamiz burungi g'arb grek falsafasi. Ondan o'rta asrlardagi gullangan davrlarda masalan arab islom falsafalari, undan keyin yaqinqi zamondagi
Yevropa felsefesi nurgun tarmoqlar bo'ldi. Uningdan keyin hozirga o'tganda hamda hozirgi zamon felsefasi va keyingi hozirgi zamon felsefasi degandek davrlarga bo'lindi. Endi bu jarayonda o'tgan nurgun falsafa aqimlar bor. Masalan, bizning Sharqi Turkistonga ta'sir qilib kelgan falsafalar har xil falsafa aqimlar bo'lgan. Endi Grek falsafasiningki ta'sirlari Aristotelning falsafasi orqali keyingi Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Tufayli degandeklarninki yozgan asarlari orqali bizlarga ta'sirlar ko'p kirgan. Masalan, Yusuf Hasajibni misolga olsak, Yusuf Hasajib Al-Farabiyninki nazariyalarininki ta'sirida yozgan Qutadıq bölük degan danlıq falsafiy asar bizda bor. Endi shu Qutadıq bölük instituti shu nomda intayin oqilona qo'yilgan ham shu falsafa ilm fanlarini tadqiq qiladigan bir xil institut shakli. Uningdan keyin Yevropaninki falsafaga qilib kirishga boshlandi. Masalan, bu atalmish kommunistik ideyalarninki yoki siyosat falsafachilari bo'lgan Markslarning keyingi xitoychilashtirgan marksizmlarning ta'sirlari bizga 20 asrning boshlaridan boshlab singib kirishga boshlagan. Undan keyin bizning kunlik turmushimiz, adabiyot san'at ijodiyatimiz va ideologiyarimizga asosan bu xil ta'sir asos o'rin turadi. Endi bu qisqacha tushuntirish falsafa to'g'risidagi. Agarda sizdan boshqa savol bo'lsa, men bugungi temada so'zlamoqchi bo'lgan temam to'g'risida qisqa tushuntirish bersam. Rahmat. Bugungi temada asos qilib bayon qilmoqchi bo'lgan masala haqiqat bilan haqqoniyat to'g'risidagi tushunchalar. Buningda bu tema bir cho'ng. Endi falsafa ügünü baqqanlar bo'lsa, haqiqatan bu temaning cho'ngligini his qiladi. Endi buni shunaqa bir soatlik leksiya bilan bu masalalarni oydinlashtirib tushuntirib bo'lish qiyin. Ammo meningki maqsadim shu sohadagi qanday aqimlar bo'lgan, ularning bizningki turmushimizga yoki Uyg'urlarningki Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning ideologiyasi asosiga qanday ta'sirlarni ko'rsatgan, uningki amaliyotdagi ifodalari qaysi jihatlarda ifodalandi degan masalalar shu nuqtadan ham o'zim mushaqlar o'ylash jarayonida his qilgan bir uchtak sirliqlashtirish deyman o'zimninki qarashi bo'yicha masalalarni oydinlashtirishni asos qilib shu temada bayon qilmoqchi. Buningda abay deb o'tgandek asosli tahlil qilgan masalalar g'arb falsafasi to'g'risidagi masalalar. Endi az to'la Uyg'urlarning falsafiy ideyalari va bu vaqtda o'tirib chiqqan masalalarni bayon qilindi. Endi ko'pchilikning vaqtini nazarda tutib temamizni boshlab ketsak, endi falsafa to'g'risida biz to'xtalib o'tdik. Endi falsafada asosli tahlil qilingan masala shu hayotlik dunyo to'g'risidagi chunqur qatlamdagi masalalar. Bu yerda yuzaki qatlamdagi, chunqur qatlamdagi deb ayirishlik sabab endi falsafa o'rganganlar yoki masalan Sharqi Turkistonda ideologiyasi asosida tadqiq qilganlarga ma'lum, ko'pincha falsafada dunyoni hodisa dunyosi, mohiyat dunyosi deb ayiradigan bir odat bor. Endi agar shu xil fikr qilish usuli bo'yicha aytganda falsafaningki tadqiqligini asosan dunyoning ostdan qatlamda chunqur qatlamiga yoshirilgan masalalar va shu masalalar ustidagi savollarni o'tirib qo'yish va shu masalalarda kallaga turish izlanishni o'ziga bir xil belgi qilgan. Buningda biz buni so'zlash jarayonida asosida bilib ketamiz. Muhim masalalar, masalan, hayotning ma'nosi, dunyoninki mohiyati, haqiqatning o'lchamlari, yaxshi yomonlikning o'lchamlari,
degandek cho'nqur qatlamdagi masalalar. Endi bugungi temamizda biz haqiqat va haqqoniyat dedik, ba'zida haq va haqiqatmi deymiz. Endi bu hukmlarni ben ishlatishda bu yerda bu so'zlarning etimologiyalik ma'nosi, bu so'zlar qaysi tildan kelgan, ma'nosi nima, u masalalar bilan o'ylashmadik. Asosligi bu so'zlarning ommabop tilimizda ishlatilgan ma'nosini asos qilamiz. Xuddi germaniyalik faylasuf Wittgenstein aytgandek, so'zning ma'nosi uning ishlatilishida. Biz har qanday bir so'zni ishlatsak, shuningki orqa ko'rinishi shu so'zning ma'nosini belgilaydi. Bu yerda u so'z aslida bu ma'nodagi, aslida mundaq ishlatilgan, shunga hozir mundaq ishlatilishi kerak deydigan bir belgilamalar yo'q. Endi bizning ommabop tilimizda mening his qilishimcha haqiqat to'g'ri bo'lgan bilimni ko'rsatsa, haq va haqqoniyat adil bo'lishni va adolatni ko'rsatadi. Endi biz ko'pincha ahvollarda haqiqat degan nima desak, nurg'unlarimizda har xil ko'z qarashlar shakl darhol kallamizga ayon bo'lishi mumkin. Haqiqat deganimiz biz ilmiy izlanishlar orqali eng oxirgi pallada bayqab chiqadigan, eng oxirgi o'zini oshkorlaydigan bir bayqagan holat yoki bayqalgan bilim, tajribalarni ishlash orqali eng oxirida isbotlab chiqilgan yakun degandek masalalarni o'tirib qo'yish mumkin. Endi bu temamizda masalani qilib berishda menimcha ko'pincha shu sharq faylasuflari ham dangliq shoirlarningki she'rlarida bo'libmi, masalan Jaloliddin Rumiyniki Masnaviysi tilga olindi, Firdavsiyning Shahnoma degandek dangliq asarlar tilga olingan, Qarg'uning pilni silishi degan bu masalamizni hal qilib berishga foydasi bor. Endi bu masal nurg'un asarlarni biz ko'rib boqqan. Endi asli Hindistonda barliqqa kelgan masal ekan. Asli tarixda aytilishicha bir podsho bir 6-7 qarg'u odamni o'rdisiga chaqirib, atrofda turganlarga odamlarning bilimining yoki ko'z qarashlarining naqadar tor doirada bo'lganligini misol qilib tushuntirish uchun chaqirib kelib, ularning oldiga bir pilni akib, sizlar men bu pilni tutib eqib, menga pilning nimaligini deb beringlar deganda, bu pilninki xartumisini tutganlar va bu pil degan bir arg'amchi ekan debdi. Ondan quliqini tutib eqqanlar va bu pil degan bir repil ekan debdi. Qo'sqini tutganlar tam ekan debdi. Puchini tutganlar terak debdi. Quyrug'ini tutganlar supurgi ekan debdi. Demak, podsho bilan qaytirib kelgandan keyin sizlar menga pilning nimaligini deb beringlar desa, ulardan har xil javob chiqqan. Keyin hatto ular talash tortish qilib, sening deganing haqiqat emas, mening deganim haqiqat, bu pil degan u yoki pil degan bu deb talash tortishlar davomlashgan. Endi bizningki dunyo to'g'risidagi tushunchalarimiz, izlanishlarimizni bu xil masalalar orqali taqlid qilsak, bu go'yo biz hammamiz mayli qaysi sohalarda tadqiq qilayotganlar bo'lishidan qat'iy nazar ko'zimizni tinglagan holatda o'zimizning tor doirasida masalalarni hal qilib, o'zimiz to'g'ri deb qaragan haqiqatni dunyoga tunishtirishayotgan amallarga o'xshaymiz. Endi Hindistonningki Brahman falsafalarida bir atalg'i bor, Maya pardasi. Bu Maya pardasi bizdagi dunyo bo'lgan tunishninki qanchalik cheklanlik ekanligini ko'rsatib berishga qaratilgan. Endi haqiqat degan nima? Endi bu yerda mening qarashimcha haqiqat ma'lum bir sirliq yerlarga yoshiringan, xuddi biz odatlanib kelgandek atom yoki qora o'nkur degandek bulutlarning orqaga yoshiringan bir xufiyona jism emas. Endi haqiqat odamlarningki biliminingki sifati. Yig'ib aytganda to'g'ri bo'lgan bilimdan iborat. Ham bizda haqiqat to'g'risidagi ko'z qarash mayli bizlar bo'lsin, dunyoning qanday joylariga qaraydigan bo'lsak, g'arb falsafa, sharq falsafamizda asosan
bu xil fikr qilish odati asosan diniy fikr qilish odatidan o'zlashtirilgan. Endi dinda haqiqat odamlar izlanish orqali eng oxirida yetib borgan e'tiqod, izlanish orqali yetib borgan eng oxirgi bir xil palla. Masalan, yaratquchining o'zi har qanday bir dinga nisbatan eng oxirgi haqiqat. Uni izlaydi, surishtiradi, izlanish orqali yetib bordi. Shunga bizda odatdagi tillarimizda bo'lsin yoki ilmiy tillarda bo'lsin odatlangan haqiqatni bayqash, haqiqatni izlash, haqiqatni tepish degandek hukmlar mushkul an'anaviy diniy tafakkur bilan bog'liqlik. Endi keyinchi fan texnikaning taraqqiy qilish bilan bu xil fikr qilish shakllari o'zgargan bo'lsin, lekin bizning fikr qilish odatimiz o'zgargani yo'q. Endi ko'pincha odamlarning nazarida haqiqat xuddi dunyodagi hodisalarning orqaga yushirilib turgan ma'lum bir xil mavhum mavjudlik, tepib chiqishga, izlanishga zarur bo'lgan bir xil mavhum mavjudlik shaklida ashunaq tushuntirishga odatlangan. Endi bu yerda masala balkim din bilan fan orasida talashlash masalasiga bog'lanib ketib qolishi mumkin, ammo bu bir cho'ng tema, buni bu yerda hal qilib o'tirishga tirishmaymiz. Endi birdan bir haqiqat to'g'risida sirliqlashtirishning birinchisi mening nazarimda haqiqatni alayda bir xil sirliq narsa, bulutlarning oqsiga yoki mavhum bir dunyoga yoshirilgan tegishli bir jism deb qaraydigan bu xil tushuncha amaliyotda falsafadagi haqiqat masalalarini oydinlab tushuntirib berishga ko'p yordam bo'lolmaydi. Endi haqiqat masalasi bundaq ikki soha bor. Birisi masalan amaliy misolga olsak, yupurmoq yeshil bo'ldi desak to'g'ri bo'lamdi yoki qor oq bo'ldi desak to'g'ri bo'lamdi degan bu masalalar ilm fanda talash-tartib qilgan masala. Masalan, yupurmoqlar nima uchun yeshil bo'ldi desa, fizikalik yoki kimyalik tushunchalar bo'yicha quyoshning nuri bilan yupurmoqning ichidagi molekulalarning fotosintezlik rolining ta'sirida u yeshil ko'rindi deydi. Osmon ko'k bo'ldi, bu nima uchun deganda u quyoshning nurininki sungan bir qism sungan nurlar, qaytlangan nurlar shunday ko'rinadi. Buni tushuntirish bu fandagi masala. Uning to'g'ri xatoligini, haqiqatmi, bu biz bayon qilgan bilim to'g'ri bilimmi, xato bilimmi, bu fanning masalasi. Endi falsafada masalan qorni oq desak to'g'ri bo'lamdi yo'q degan masala falsafa tadqiq qilmaydi. Bu yerdagi haqiqat masalasi, falsafadagi haqiqat masalasi biz masalan qorni oq bo'ldi desak to'g'ri bo'ldi degan hukmning ma'nosi nima? Mushunaq bir xulosaga qanday kelgan? Bu xulosaningki nazariy dunyoga berilgan ta'sir nima deganda bu chunqur qatlamdagi masalalar falsafaning tadqiq qilingan masalalar. Endi mushu nuqtadan qarab chiqsak, falsafa tarixida bundaq to'rt cho'ng haqiqat to'g'risida bundaq to'rt cho'ng odatlangan iqim bor yoki tushuntirish bor. Endi bu to'rtninki birisiga 5-birisini qaytish bo'ldi. Masalan, diniy teologiya deymiz yoki din falsafasi. Din falsafasinikini biz abay qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu yerda talash-tartib qilishni ochib, dinda hamma narsa allabirun bekitilgan. Masalan, yaratquchi yoki Alloh haqiqat. Talash-tartib qilishning o'rni yo'q. Bu yerdagi haqiqatninki isbot asosi e'tiqod. Talash-tartib qilishga bu yer o'rin yo'q. Endi bu bir xil pensifdagi masalan falsafiy dunyo qarashlar nuqtasidan aytganda eng muhim o'rinda yoki eng ko'p tarqalgan nazariya shu mos kelish nazariyasi. Ya'ni biz bayon qilgan bilimimiz, ko'z qarashlarimiz reallikqa mos kelsa, bu xil bilimlar haqiqat bo'ladi. Endi bu nazariyalarning tarixi eng uzun. Biz har bir so'zda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi ikkinchi birisi izchillik nazariyasi, ya'ni bizningki bilimlarimiz agarda allabirun isbotlangan, masalan, aksioma yoki allabirun isbotlangan haqiqatlardan logikalik, matematikalik
Yusunda ispatlab chiqilgan cho'ng bir nazariyaviy aqimning ichiga tava bo'lib, arada ziddiyat bo'lmagan nazariyaviy yo'sinda ispatlab chiqilgan bo'lsa, bu haqiqat bo'ladi. Uchinchi bir xil ideyaviy aqimninki aytishicha, yani kelishim nazariyasi, ya'ni haqiqat yoki biz bilgan bilimlar agarda jamiyatda yoki ma'lum shu fan sohasi, ideologiya sohasida o'rtaq tunishga ega bo'lingan bo'lsa, shu o'xshash turdagi odamlar orasida haqiqat deb tanilgan bo'lsa, bu xil nazariyalarning haqiqatligini isbotlab chiqqan bo'ldi demoqchi. Endi to'rtinchi birisi amaliy unum nazariyasi. Buni bizda xitoylashgan marksizm ko'pincha xato holda suiiste'molchilik nazariyasi deb tarjima qilgan. Endi bu undaq chaqinlashtirishda bu Xitoy marksizmninki maqsadi ayrim. Uni biz ayrim to'plab o'tamiz. Buni chaqinlashtirib suiiste'molchilik nazariyasi deyishga men intayin qarshi. Bu nazariyaninki asosli demoqchi bo'lgani amaliy unum. Mesela Amerika'da yaşayanlar köp bo'ladi. Bu amaliy unum nazariyasi Amerikaning Harvard universitetida ijod qilingan 1870-yillarda. Bu nazariyaning asosli demoqchi bo'lgan, masalan biz ishlaydigan shirkatlarga boramda qanday bo'lsa, does it work yoki kerak kelamdi. So'raydigan har qanday bir ideyani, fikrni yoki masalan o'tirib qo'yganda haqlarning birinchi so'raygani kerak kelamdi. Amaliy unum. Mayli uni Hindistonlik o'tirib qo'yamdi, Arab o'tirib qo'yamdi, Turk o'tirib qo'yamdi, Xitoy o'tirib qo'yamdi, u kerak kelamdi. Kerak kelsa, haqiqat kerak ekanmisa emas. Yoki kerak kelsa to'g'ri bilim, kerak ekanmisa to'g'ri bilim emas. Yani bu xil amaliyotchanlik bu masala ustida keyin yana to'xtalib o'tamiz. Yig'ib aytganda bu to'rt xil ideologiya haqida biz falsafiy nuqtadan aytgandagi haqiqat to'g'risi izlanib bakkan ta'siri eng kuchli bo'lgan aqimlar. Bulardan sirtki yana bir 3-4 xil boshqa aqimlar bor. Masalan, til to'g'risidagi semantik filosofiya deymiz, analytical bu masalalarni ta'sirlash nuqtasidan ham ba'zilaridagi o'xshashlik nuqtasidan bu yerda tahlil qilib o'tirishni olishdi. Endi maskelish nazariyasi, ya'ni biz hozir deb o'tdik. Bu mesela bizninki biz Sharq Turkistondagi vaqtlarimizda oliy maktablarda o'rganib o'tgan nazariyalarimizda asos o'rin tutgan bir nazariya, ya'ni maskelish nazariyasi. Bizning bilimimiz, nuqtai nazarlarimiz faktga mos kelsa, haqiqat bo'ldi deb qarash. Yani bu xil ko'z qarash qadimgi Grek filosofi Aristoteldan boshlangan. Yani Aristotel milodidan ilgirki 384-yildan milodidan ilgirki 322-yilgacha yashagan. Yani milodi degan gap turkcha gap o'xshaydi, qaraganda boshlanish degandek. Endi buning ma'nosi mumkin bo'lsa biroz ulligiroq gap qilsa deb uchur yozibdi, biroz ovozingiz bo'sh chiqib qolishaydi. Kechiringlar. Bu meniki quloqdan shug'uchimninki ovoz qilish yaxshi emas o'xshaydi. Men o'zlikroq so'zlay, kechiringlar. Bo'ldi. Rahmat. Arzmaydi. Shu bu yerdagi maskelish nazariyasi hozirda o'tgandek, shu qadimgi Grek filosofi Aristoteldan boshlangan. Endi Aristotel qachilangan PowerPoint'da to'lgan yaşagan yılları. Yani bir yerde BCE deb aldık. Bunu İngilizce aytganda before common era deydi. Burun before Christ degan, hem de hazır bunu o'zgartib bular Hristiyan dinini asos qilgan deb qolmasin deb bu g'arbliklar o'zgartib umumiy eradan burunqi demoqchida. Biz bo'yicha aytganda, biz odatlangan kalendar bo'yicha aytganda miloddan ilgirki degan gap. Endi bu maskelish nazariyasi shu qadimgi Grek falsafasi, masalan, miloddan ilgirki 600-yillardan 155-yillargacha bo'lgan qadimgi Grek falsafasi. Qadimgi Grek falsafasi ko'pincha anglan danliq bo'lganlarda, masalan, Sokrat, Plato, Aristotel degandek mashhur odamlar bor.
Endi yana nurg'un faylasuflar bor, hammasini tilga ilishning hojati yo'q. Endi qadimgi Rim falsafalari bu mezgillarda masalan Rim imperiyasi boshlangan mezgillarda bu vaqtlardagi miladdan ilgirki 525 yildan miladdan ilgirki 155 yillarga qadar damliq faylasuflardan masalan Marcus Aurelius deydi, uningki Meditation yoki Chunqur o'yilish degan kitobi intayin mashhur, qiziqsanglar, o'qib baqsanglar bo'ladi. Marcus Aurelius degan shu halqi Rim imperiyasining eng damliq podshosi Qaysar degan shu. Bundan sirgan Cicero deymiz, har xil faylasuflar o'tgan bu mezgilda. Andin To'xtaka ekranda cho'ng aytish mumkinmi mana PowerPoint'danki? mumkin. Kechiring. Ha, endi yaxshi bo'ldi. Endi aniq ko'rindi. Rahmat. Men o'zimni o'ylab ko'pchilikni unutib qoldim. Endi yaxshi chiqdi. Endi mushu 14-asrdan milad 14-asr miladiy 5-asrdan 14-asrgacha bo'lgan bu mezgil hamda mana shu o'rta asr davri hisoblanadi. Bu vaqtda ko'pinchalar sharq Yevropa g'arb qarong'i degan mezgil mushu mezgillarda o'rta asr davrida xristian dinlari asosan bir xil xurafiy ideyalarning nazari masalan og'rib qolsa-mu doktorga bormay Xristosninki nomida pechenni o'zim orqachilab yegusak saqlaydi degan xurafiy ideyalar orasida yashayotganda Ibn Sinolar O'rta Osiyoda ming operatsiyasi bilan ko'z operatsiyalarini qilayotgan shular vaqtlar. Endi bu mezgillarda masalan Hristiyan faylasuflarning o'rtaga chiqqanlar bor. Saint Augustine deydi, Thomas Aquinas deydi, bular damliq mashhur faylasuflar. Endi islom falsafasida o'rtaga chiqqanlar masalan biz deb o'tgandek mana shu Avicenna deydi Yevropaliklar, Ibn Sina, Al-Farabi, Al-Biruni, Xorazmi, Ibn Tufayli, nurg'un damliq faylasuflar bor. Falsafiy qonunlar intayin kuchli. Biz dastlab tilga olib o'tgan masalan Jaloliddin Rumiy bu shu vaqtlarda o'rtaga chiqqan sufizmninki mashhur shaxslardan birisi. Endi sufizmninki keyingi bizning Sharq Turkistonga ko'rsatgan ta'sirlarini biz ko'p bilamiz. Ikki xil aqimda ta'sir kirgan. Birisi chaqinlashgan shakldagi ishonchlik bilan oliy yuqori darajadagi yoki ilmiylashgandanliq yoki taqimi yuqori darajada bo'lgan san'at shaklidagilari masalan Alisher Navoiyninki she'rlarida ko'rib aytgandek hatto Yusuf Asajevning Qutadg'i bilikninki ba'zi ideyalari shu masalan eng oxirida Qutadg'i bilik o'dg'ormish orqali baxt elib keladigan bilimninki nimaligini shu orqali yakunlaydi. Bulardagi ideyalarmi shuning ta'siridan. Endi qisqacha to'xtalib o'tdik. Arabiston falsafasi shu vaqtda intayin gullangan. Keyin Napoleonninki Yevropadagi bikin holatlarni buzib chiqishi, yangi dengiz yo'llarining ochilishi bilan Yevropada adabiyot san'atining qayta uyg'onishi barliqqa keldi. Masalan, Da Vincining asarlari, uningki bu orliq o'tirib kelgan Kopernikninki inqiloblarining natijasida falsafiy ideyalarni 14-asrdan 17-asrgacha shu yangicha bir bosqichga kirgan. Bu mezgillarda damliq faylasuflar bor. Masalan, Spinoza, masalan, men Yevropada o'qigan maktab Erasmus deydi, Diodorus Erasmus degandek faylasuflar qatorliq nurg'un faylasuflar bu vaqtlarda o'tirib chiqqan. Endi yaqinqi zamon g'arb falsafasi 17-asrdan 20-asrgacha buningda bizga tonish bo'lgan marksizm falsafalari shu mezgillarda o'tirib chiqqan. Yevropada nurg'un falsafiy aqimlar va tajribachilik, aqliychilik degandek cho'ng aqimlar o'sha vaqtda o'tirib chiqqan. Endi 20-asrdan boshlab falsafiy ideyalar hozirgi zamon g'arb falsafasiga tabi davrlar. Endi bu vaqt falsafada haqiqatan ko'p xil aqimlar o'tirib chiqib,
dunyoninki hayotning har xil sohalarini falsafiy nuqtadan tadqiq qilish eng avvalgi chiqqan davrda qarashga bo'ldi. Endi temamizning o'ziga qaytib kelsak, bu mos kelish nazariyalari mayli qaysi falsafiy davrda bo'lsin, shu davrlarda hukmron o'rin turgan bir xil ideologiya bo'lgan. Masalan, bizga ta'sir ko'rsatgan xitoylashgan marksizmdan esa haqiqatni bular shunday qaraydi. Masalan, biz tajriba to'playmiz, materiallarni to'playmiz, endi tajribadan xulosa chiqaramiz, yashil xulosa, yig'ma xulosalar orqali oxiri bu bilimlarimizninki biz bayon qilgan tashqi dunyoga, obyektiv dunyoga mos kelgan bo'lsa, bu bilimlarimiz haqiqat bo'ldi deb qaraydi. Endi bu yerdagi bu mos kelish nazariyasiga qarshi yoki bu nazariyalarga qarshi ideyalar shu 20-asrdan boshlab o'tiraga chiqishga boshlagan. Bu nima uchun masalan buning asosli bir qarshi turgan nuqta nima deganda, masalan fakt degan nima? Bizningki bilgan bilimlarimizni faktga mos keldi desak, u vaqt fakt qanday narsa? Obyektiv dunyoga mos keldi desak, bu yerdagi tashqi dunyoning obyektivligining asosi nima? Bu obyektivlikni biz qanday isbotlaymiz? Agar biz tashqi dunyoning obyektivligini isbotlaydigan narsa bizning vositamiz faqat subyektivli bo'lsa, u holda bu obyektivlikni isbotlash mumkinmi degandek masalalar jarayonida haqiqatninki nima ekanligi to'g'risidagi nazariyalar ko'plab shoxlashga boshlagan. Endi shundaq moslashish nazariyasiga qarshi o'tirib chiqqan nazariyaning birisi izchillik nazariyasi. Izchillik nazariyasining demoqchi bo'lgani hamda shu biz o'tirib qo'ygan bilimlarimiz, hukm, aqliy xulosa, nuqtai nazarlarimiz, ko'z qarashlarimiz allburun isbotlanib bo'lgan yoki ma'lum sohada hukmron o'rinda turib bo'lgan nazariyalar asosida logikalik yoki bir-biriga zid bo'lmagan nazariyalar xulosa orqali yakunlab chiqarilgan bo'lsa, bu nazariyalarni to'g'rilab ishlanishga bo'ldi deydi. Masalan, buning asosi bor. Nima uchun deganda, tabiiy fan tarixidan qaraydigan bo'lsak, masalan, nisbiylik nazariyasi bu 1905-yili tarmandagi nisbiylik nazariyasi 15-yili keng ma'nodagi nisbiylik nazariyalari o'ttirib chiqqanda, bularni o'ttirib qo'ygan vaqtda Einstein bir patent huquqiy idorasi ishlaydigan odam, u o'zi tajriba qilib demoqchi bo'lgan nazariyalarni, nurning surati, u nurning qanday egilganligi bu masalalarni u oldin tajriba qilib, Xitoycha marksizmchilar yoki mos kelish nazariyachilar aytgandek tajriba qilib yakunlab chiqqan nazariya emas. Bu butunlay o'zining burunqi nazariyalar asosi, masalan Ernst Mach deydi Germaniyaniki. Hatto u Kantning nazariyalarini tadqiq qilgan. Shu xil nazariyalar orqali Newtonninki burunqi Newton mexanikasining natijalari asosida logikalik, matematikalik yo'sinni yakunlab chiqarish orqali o'ttirib qo'ygan nazariya. Endi bu nazariyaninki o'zi har xil qiyoslarni o'ttirib qo'ygan. Endi bu qiyoslar keyinchi tajriba fanlari taraqqiy qilgan sari hozirga qadar isbotlanib chiqmoqda. Masalan, 17-yili Birinchi dunyo urushi mezgillarida ikki turkum tajribachilar, birisi Germaniyaga, birisi Braziliyaga berib, Einsteinning nisbiylik nazariyasini o'ttirib qo'ygan nurninki sunish, nurninki masalan massasi intan yuqori bo'lgan bir osmon jismning yenidan o'tganda bu nurninki sundiganligini qiyos qilganda, shu vaqtda kun tutilgan bir mezgilda bu yuqori darajalik teleskoplar orqali haqiqatan ahvolning shunday ekanligini shu vaqtda isbotlab chiqqan. Shu bir kun tutilganda aslidagi yulduzninki quyoshning yenidan o'tgandagi o'rni bilan kun tutilmagandagi shu yulduzninki o'rnini selishtirganda haqiqatan cho'ng o'zgarish borligini, bu kun tutilgandagi o'rnini o'zgarishga asosli sabab bu nurninki makon zamonda egilganligini isbotlab chiqqan. Masalan, quantum mechanics deymiz, qushaq zarrachalar fizikasi. Bu sohadagi nazariyalarni masalan ayni vaqt 30-yillardagi Daniyalik Niels Bohr bilan Germaniyalik
Werner Heisenberg diyenler bu nazariyalarni Rutherford'ning atom nazariyasi asosida, Max Planck'ning atom nazariyasi asosida logikalik, matematikalik usullar yakunlab chiqqan. Bu nazariyachilar oldi bilan tecrübe fanları alim bo'lishdan burun bular bir nazariyachi, matematikalik, logikalik yo'sinda bularni isbotlash orqali nazariyada isbotlaganda, endi bularni haqiqatda qarashdagi sabab bular shu vaqtlarda asos o'rin tutgan allburun isbotlandi deb qaralgan, masalan Newtonning mexanikasi, Evklidning geometriyasi degandek burunqi nazariyalardan hech bir ziddiyat hosil qilmagan ahvol ostida logikalik yakunlab chiqqan. Shundoq bo'lg'achqa to'g'ri deb qaraladi. Undan keyin masalan hozir qaraydigan bo'lsak, nazariya fizik sohalari ustida o'rin turgan Tor nazariyasi deymiz, string theory deydi. Ondan masalan Schrödingerning, keyin 2018-yilda o'lib ketgan Stephen Hawkingning cho'ng portlash nazariyasi, qora o'nkir nazariyasi, bu nazariyalarning hammasini bir narsalarni oldin tajriba qilib isbotlab beqib, masalan ayni vaqtda Max Planck tajriba qilib isbotlab yoki Edison bir narsa tajriba qilib isbotlab lampochkani ijod qilgandek, unda odatda ijod qilgan nazariyalar emas. Butunlay burunqi nazariyalar asosida matematikalik, logikalik yo'sinda xulosalab chiqqan. Shunga bu xil nazariyalarning to'g'riligi, bu nazariyalar masalan kvantum mexanikasining nurg'un o'tirib qo'ygan nazariyalar 30-yillarda Einstein bilan bu kvantum mexanikachilari intan uzun tirikishdi. Masalan Einsteinning mashhur so'zlari bor, Xudo shishig'al o'ynamaydi deb. Endi kvantum mexanikasining aytgani har xil ko'p xil o'lchamlik dunyo, ko'p xil mumkinchilikka ega bo'lgan dunyo bular o'tirib qo'ygan nazariyalar. Shu nazariyalarningki asosini asosan shu logikalik, matematikalik bilimlar. Endi bu izchillik nazariyasiningki foydasi ham, masalan odatdagi bir masalan odatdagi turmushga tatbiq qilsak, buning amaliy ifodalari bor. Masalan biz Alaskani bilamiz, Alaska Amerikaning shimoliy muzliq yer. Bu yerda birisi bir yerga kirib, "Oy, men yo'lda ketib bo'lsam, timsohdan 5 yil yo'lda ketib boribdi, mashinamni qayirib baran o'tdim" desa, haqlar bunga ishonmaydi. Shundoq nima ish qilganda, bu odatda shu yerdagi kishilarning ko'z qarashiga izchil emas. Odamlarning u yerda ko'z qarashi nima? Bu yerda timsoh yashamaydi. Ya'ni birisi azaldan haqlar timsoh ko'rib boqqan emas. Yana birisi balkim bu odam shu gapniga odam ozroq mas'ul bo'lgan bo'lishi mumkin degandek ahvollar. Shu ko'z qarashlar orqali agar shu haqiqatda bilingan ko'z qarashlarga izchillik bo'lmaganda bu nazariyalar soxta nazariya demakchi. Ana bu falsafiy ifodasi burunqi masalan Spinoza, gollandiyalik Baruch Spinoza, germaniyalik Leibniz, anaki Amerikada yashab o'tgan Hillary Putnam degandek tanliq filosoflar shu nazariyalarni ko'plab tadqiq qilgan. Endi bu xil nazariyalarningki ziyonliq yoki dogma nazariyalarmi hamda ko'pincha mushkil izchillik nazariyasidan foydalanib o'zining haqiqatligini isbotlab chiqarishga tirishadi. Masalan, moddani belgilaydi degan nazariyadan logikalik yo'sinda ijtimoiy mavjudiyat, ijtimoiy ongni belgilaydi degandek sapsatalarni o'ydirib chiqarishning o'zi bu haqiqatlab to'lib ketadigan ahvol. Endi bu ijtimoiy mavjudiyat hammamiz bilamiz, bu bizningki real turmushimiz, iqtisodiy, siyosiy, qonuniy turmushimizdagi amaliyot. Endi bu yerlardagi bu ijtimoiy mavjudiyat allaburun ijtimoiy, uni yana bir xil ijtimoiy omilni belgiladi deyishning o'zi bir xil til o'yiniga o'xshash. Endi bu xil nazariyalar bir qism Xitoylashgan marksizmga o'xshash ideyalarningki hukmron o'rin turishiga foydali bo'lg'achqa undan foydalanib ketilgan ahvollar kuchli. Endi bu masalalarni inchik tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Endi bu yerda nima uchun shunday deymiz degan masalalarni bu yerda bir-birlab sharhlab o'tirishga vaqt yo'q. Endi uchinchi bir cho'ng nazariya haqiqat to'g'risida falsafiy nazariya o'rtaq tunishga kelish nazariyasi.
Endi bizning bilimlarimiz ijtimoiy faoliyatlar va ijtimoiy sistemalarninki natijasi deb qaraydi bu turdagilar. Endi yoki shu munosabatli bo'lgan ijtimoiy guruhlarninki o'zaro suhbatlashishining natijasi deb qarash. Buningda bir qadar mashhur bo'lgani masalan Thomas Kuhn. Bu Amerikada yashagan dangliq faylasuf. Ayni vaqtda nimada Princetonda dars o'tgan bo'lgan. Buningki eng dangliq asari shu pan inqilobininki qurilmasi. Buning qarashicha pandagi inqiloblar masalan Kopernik inqilobi bo'lsin, keyingi Galileoning nazariyalari, Newton mexanikasi, Einsteinning nazariyasi bo'lsin yoki kuantum mexanikasi, undan keyingi Qarwin nazariyalari yoki Spring nazariyalari degandek nazariyalarning hammasi tuzliq tarixiy taraqqiyot emas, balki bir xil paradigm shift deydi. Mushu ideya qalbininki inqilob xarakterlik o'zgarishi yoki burunqidan keyingi keltirib chiqarilgan sabab natijalik munosabatga keltirib chiqarilgan tarixiy ilgirlashdan emas, balki ushtumtut o'ttirilib qo'yilgan bizning ideyamizdagi burmilish orqali o'ttirib qo'yilgan qilib tufaylidan o'tirib chiqadi nazariyalar demakchi. Ya'ni bu yerdagi qilib ilgirki bilan varislik qilish munosabat emas, balki butunlay yangidan o'ttirib qo'yilgan. Biz qanday ko'z qarashda yoki qanday bir xil qilibda dunyoga qarasak, ishlab chiqqan nazariyalarimiz shu shaklda bo'ldi deydi. Endi bu xil nazariyalarninki yana bir mashhur bo'lgan shakllari shu ijtimoiy qurilma nazariyasi. Endi men bu nazariya ustida mening nazarimdagi haqiqat to'g'risida ikkinchi sirliqlashtirib deb qaragan haqiqatning obyektiv masalasini tahlil qilganda qisqacha to'xtalib o'tamiz. Shunga bu yerda ortiq to'xtalmayman. To'rtinchi bir danliq nazariya haqiqat to'g'risida bu amaliy unum nazariyasi yoki atalmış suiiste'molchilik nazariyasida. Endi bu yerda bu nazariyaninki demoqchi bo'lgani bilimimizning to'g'riligi uning amaliy unumida deb qarash. Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey deganlar bu Amerikaninki oldingi ikkisi Harvard universitetida falsafa fakultetida yashaganlar. Endi Harvard universitetini odatda Amerika falsafasining bo'shiga deb qaraydi. Bu ikkisi shu amaliy unum nazariyasini yoki pragmatizmni ijod qilganlar. Endi bu pragmatizmlik nazariyaninki qarashcha dunyoni bilish subyektdan mustasno emas. Ya'ni bizningki sarguzashtimiz, biz dunyoda yashash jarayoni, ilm fan tadqiq qilish, ijtimoiy fan tadqiq qilish bu jarayonlarning hammasi bizning yashash sarguzashtimiz. Endi bu yerdagi haqiqatninki agar bilimlarimizni ma'lum narsa orqali o'lchaymiz desak, u vaqtda bizning sarguzashtimiz yoki hayotimiz orqali o'lchash kerak. Ya'ni odamning hayoti bilimninki asosi. Demak, bilim bir xil qurol, u odamninki ehtiyoji odamning hayotiga xizmat qildi. Shu nuqtadan aytganda bilimlar, to'g'ri bo'lgan bilimlar bizningki hayotimizga foydasi bo'lsa yoki menga foydali bo'lsa, bu haqiqat. Endi uchiga chiqqan ba'zilar chaqinlashtirish qitirishadi bu nazariyani deyish orqali nima narsa menga foydali bo'lsa shu haqiqat deydi bular deydi. Amaliyot undaq emas. Bu nazariyalarda asosli o'tirib qo'ygan masalan italiyalik Pafini degan filosofninki degani bo'yicha taqlid qilsak, bu pragmatizmni bir koridorga o'xshatish qildi. Bu koridorda ikkili tarafda har xil uylar bor. Har bir uy bir xil nazariya yaqinga tava desak, birinchi uyda bir diniy filosof din to'g'risida tadqiq qilgan bo'lsa, ikkinchi uyda kuantum mexanikachilari kuantum nazariyasini ishlayotgan bo'lsa, uchinchi bir uyda balki marksizmchilar atizmlik nazariyasini o'tirib qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Endi bu barliq o'xshamagan nazariyalarninki o'rtaq bo'lgan, bir-biri bilan uchrasha oladigan ham bo'ladi ekan deydigan foydalana oladigan narsa hammaga o'rtaq bo'lgan mush koridor. Ular kirib chiqish uchun cho'qim mush koridordan o'tish kerak.
endi bu pragmatizm barliq mush to'qinishdagi nazariyalarga nisbatan ashunaq bir xil koridorni ta'minlaydigan nazariya. Bu hamda Amerikaningki fan sohasi, odatda turmush sohasida eng o'zlashgan bir xil iqlimda. Masalan, bu yerlarda mayli odamlar qaysi xil arq ko'rinishdan kelgan bo'lishidan qat'iy nazar, axloqiy qimmat ko'z qarashlari, dunyo qarashlari qanchalik qarama qarshi bo'lishidan qat'iy nazar, bulardagi bir o'rtaq narsa agar u kerak kelsa, odatda yo'l qo'yish bo'lgan haqiqat yoki turmush yo'li shaklida qabul qilmayveradi. Endi bu pragmatizmlik nazariyasimi ko'p taraqqiy qilgan. Bunun mumkin bo'lib hozirgi zamonlarda dangliq nazariyalarda masalan Richard Rorty bu Harvardda, Princetonda, UC Berkeley'larda ders o'tgan, Hilary Putnam Harvardning professori. Bularning nazariyalarimi shu amaliy unum nazariyasini jamiyatshunoslik, axloqshunoslik, qonun va siyosat falsafasi qatorliq nurg'un sohalarga kengaytirib o'tgan. Endi qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu William James'ninki pragmatizm degan kitobi bor. Shuni o'qib baqsanglar bo'ldi. Intayin foydali ideyalar. Endi bular haqiqat to'g'risidagi farqli nazariyalar. Namatchan men vaqtni 1 soat atrofida kontrol qilaman deb o'ylagan. Yo'q, 2 soatlik vaqtimiz bor. Davomlashtiraverasangiz, undan keyin savolmi xeli yig'ilib qoldi. Shu leksiyani buzilib ketmasin deb ba'zi savolni so'ramadik. Leksiya tugatgandan keyin so'rayli deb. Siz davom qilavering. Bo'ldi, rahmat. Bundaqda men davomlashtiraveray. Bu haqiqat nazariyalariga nisbatan aytganda haqiqatninki obyektivligi intayin muhim bir masala. Endi falsafa nazariyalarini ko'pincha realizmchilar bilan g'ayri realizmchilarga ayirgan bo'ldi. Endi realizmchilarning nazarida obyektiv haqiqat subyektivdan mustaqil bo'lgan faktlarga mos keldi. Bu abay biz deb o'tgan mos kelish nazariyasi necha ming yil hukmron o'rin turgan haqiqat nazariyasida. Ya'ni bizning bilimlarimiz bilan ularning obyektivlar orasida bir moslik munosabat bor. Endi g'ayri realizmchilarning qarashicha endi dunyo ondan mustaqil emas. Ya'ni masalan bu masalaga kelganda yaqinqi zamon falsafasida tajribachilar bilan aqliychilarning talash tortishlari o'tirg'i chiqqan. Agarda Sharq Turkistonda o'zida falsafa to'g'risida o'qib baqqanlar bo'lsa, tajribachilar bilan aqliychilarning anglab baqqan bo'lishi mumkin. Tajribachilar masalan George Berkeley, John Locke, David Hume deganlar shu Yevropada adabiyot san'atining uyg'onishi davridan keyin ma'rifatparvarlik harakatlari davrlarida o'tirib chiqqan filosoflar. Ana bularning nazariyasida masalan bizningki erishgan dunyo to'g'risidagi bilimlarimiz asosan bizningki his tuyg'ularimiz. Masalan, men oldin turgan partni tutsam, bu qattiq ham sovuq, uni ko'rsam bu qo'ng'ir rangda ko'rinishi mumkin. Yoki shundoq ko'rinadi. Bu xil bizning bilimimiz shundoq tajribadan boshlandi demakchi. Endi ham tajriba orqali isbotlandi. Bu shu demak bilim yoki haqiqiy to'g'ri bo'lgan bilim biz bilimga erishishda, haqiqiy to'g'ri bo'lgan bilimga yetib berishda tajribaga tayinimiz demakchi. Endi buning qarshi yana bo'lgan bir xil iqim aqliychilar. Aqliychilardan masalan fransiyalik Descartes deymiz. Uningki men his qilgan yoki men o'ylagan bo'lg'achqa men mavjud degan eng donliq falsafiy nuqtai nazar bor. Endi Spinoza bu gollandiyalik, Leibniz bu germaniyalik, ayni vaqtda Newton bilan shu kalkulusninki ba'zilar Leibnizning kalkulusning ijodchisi deydi, ba'zilar Newtonni deydi. Talash tortishdan ko'p bu donliq filosof. Uning nazarida odamlar, masalan bu turdagi filosoflarning nazarida odamlardagi
bir qism bilimlar aql tabiiy bo'ldi, aqldan keldi. Ya'ni aqlninki yakunlashishi o'zaro bizning ko'z qarashlarimizni tutashtirishdek aqlning roli bo'lmasa bizda bilim shakllanmaydi yoki haqiqiy bo'lgan bilim amaliyotda aqldan keldi deydi. Masalan, ba'zi odamlardagi bizning qalbimizning o'zida bu xil qarashning o'zida allaburun ong o'zi bir xil chertyojlashgan shaklda allaburun mavjud. Masalan, hadisni aytsak, sabab natijalik munosabatni aytsak, sabab natijalik munosabat bo'yicha dunyoni kuzatishni biz tajribadan o'rgangan emas. Bu odam tug'ilganda bor. Masalan, bir kichik bola buvoq bola endi o'tag'an bir buvoq bolani tasavvur qilsak, u bir yerda o'tirayotgan bo'lsa, uchdan bir yerdan yuqori ovoz chiqsa, u darhol burilib qaraydi. Bu buvoq bolaga bir kim bir yerdan ovoz chiqsa, tajribang bo'yicha ovoz chiqqan manbaga cho'qim qaraysa, bu yerda sening qulqingdagi ovoz detsibel bilan ovozini chiqargan manba nuqtasi sabab natijalik munosabat bor deb o'rgatib qo'ygan emas. Bularning demoqchi bo'lgani endi mushkul dunyoni mushkul shakldagi kuzatish odamda tabiiy tug'ma bo'lgan. Bu xil agarda sen hamma bilimim tajriba orqali, his tuyg'u orqali yig'ma xulosa shaklida xulosalanib chiqildi degan bilan amaliyotda bu xil yashma xulosa shaklidagi oldin bor bo'lgan bilimlardan kelib chiqqan mushkul bog'lashtirish bo'lmasa, aqlning yordami bo'lmasa, bilim o'tirg'i chiqmaydi deydi. And bu xil talash tortishlarni keyin Kant hal qilgan. And Kantning hal qilish usuli nima deganda, Kant amaliyotda shu falsafa fan texnikasi asosida yangi bir Kopernikcha inqilob elib borgan odam. Ya'ni Kant hamda shu ma'rifat parvarlik harakatlarining oxirgi mazgillari, masalan, ayni vaqtda Goethe deymiz, Beethoven deymiz, Chopin dağlıq muzikantlar shu vaqtdagi ma'rifat parvarlik ham Yevropadagi romantikchilik yoki g'oyibiylashtirish harakatlarininki bilan o'xshash davrda o'tirib chiqqan. Bo'libmi Newtonninki mexanik nazariyalariningki shu mazgillardagi Yevropa adabiyot, san'at, falsafa, fan tadqiqotlariga ko'rsatgan ta'siri intayin kuchli bo'lgan davr. Shundoq bo'lg'achqa bu xil butkul dunyoni mexanik holatda agarda A nuqtani bilib olsam, men kelgusi A, B, C D emas, hatto uzoq kelgusidagi ma'lum bir nuqtadagi dunyoda nima ish bo'lganligini bilib olaman deydigan mexanik tushuntirishlarga qarshi tajribachilar bilan aqlchilar ko'p o'tirib chiqib talashlar qilgan. Endi bu xil talash tortishlarning natijasida aql bilan dunyoni, modda bilan dunyoni ayirib etadigan, hatto bilgili bo'lmas dunyoning asli mohiyatini bilgili bo'lmaydi deydigan nazariyalar o'tirib chiqish boshlagan. Bu mazgilda endi Kantninki ko'pincha Kantning Kopernikcha inqilobi deymiz. Buni bilish uchun Kopernikcha inqilobining nimaligini qisqacha ta'kidlab qo'yaylik. Endi Kopernikcha inqilob deganda asosligi biz milodiy 100-yillarda o'tirib chiqqan Misrlik Ptolemiyninki El-Magistri degan kitobi. Buningda yer shari olamninki markazi deydi. Endi bu keyinchi bu nazariya toki Kopernik 1500-yilda yashagan, Kopernik bilan Galileoninki davriga qadar davomlashgan 1500 yilga yaqin. Endi dinlardami bu ko'p foydalangan. Endi dinga nisbatan aytganda, masalan, yaratuvchi o'ziningki simasi bilan yaratgan jonliqlar odam yashaydigan yer cho'qim butkul olamning markazi deb qaraladi. Buning qarshi hech qanday nazariya buning qarshi o'tirib chiqolmaydi. Chunki Injilda bo'lsin, Yahudilarning Tavhidda bo'lsin yoki Islom dinining Qur'onda bo'lsin, shuna o'tirib qo'yilgan. Endi bu Ptolemiyning bu nazariyalari Kopernik davrigacha davomlashdi. Keyin Kopernik bilan Galiley aslida yer sharininki olamning markazi emas, asli Quyoshninki yoki yer sharininki Quyoshdan harakat qilganligini isbotlab chiqdi. Demak, bu yerda
odamlarning ko'rish ko'znigi almashdi. Aslida yerni markaz qilib kuzatishdan yer ishkilamchi tashqi dunyo birinchi o'rin turgan kuzatish shakliga o'zgardi. Endi Kant dal buning aksicha buni yana ta'tirga almashadi. Agarda Kantning degani masalan men inglizcha berib qo'ydim, ko'pincha tarjima qilish amaliyotda 100% aynan tarjima qilish mumkin emas har qanday bir tilda. Tarjima qilish emas, tushuntirishga aylandi. Shunga bu ayrim bir talashlash qilgan topik-ku. Endi shunga men inglizcha berib qo'ydim. Bu yerda gapningki qisqacha mazmun nima deganda, demakchi o'g'inimiz agarda menda dunyoni bilishni birdan bir banasi menda ong bor bo'lsa, men dunyoni ongga taynib bilaman. Endi agarda bu tashqi dunyo ongdan mustasno, ongdan butunlay mustaqil desam, u holda mening tashqi dunyoga yetib boradigan menda boshqa vosita yo'q. U holda men dunyoni qanday bilaman? Agarda tashqi dunyo asos yoki tashqi dunyo meningki bilimimninki obyekti bo'lib, meningki bilimlarim tashqi dunyoga mos keldi degan nuqtani ta'tirga aylantirib, agarda tashqi dunyo meningki kallamdagi chertyojlashgan, allaburun bor bo'lgan sxemaga mos keldi desam, u holda bu dunyoni tushuntirish masalalari menga nisbatan oddiylashadi yoki hal qilg'in bo'ldi degandek ma'noda. Endi Kantniki bu Kopernikcha inqilob qarmoq oddiydek turgan bilan amaliyotda buningki dunyoga bo'lgan ta'siri intayin kuchli bo'lib ketgan. Ma'lum ma'noda aytganda shu butkul G'arbiy Yevropaninki G'arbninki falsafalari amaliyotda Kantdan keyin haqiqiy shohlanishga boshlagan. Kantga shu vaqt duch kelgan masala tabiatan shu qadar taraqqiy qildi. Endi falsafa nima ish qilish kerak? Falsafa bir fan bo'lib turish uchun nima qildi? U o'zining Prolegomena degan kitobi mashhur kitob. Ya'ni kelgusida fan bo'lishni orzu qilgan har qanday bir metafizikaga kirish so'z degan kitob. Endi yana 3 cho'ng tanqidi bor. Saf aqlga tanqid, amaliy aqlga tanqid va estetik aqlga tanqid degan. Bu 3 kitobninki saf aqlga tanqid eng mashhur. Hozirgacha umuman falsafa fakultetlarida Kantning bu nazariyasini tadqiq qilmaydigan sohalar yo'q. Endi Kant bu xil inqilob orqali masalani boshqacha hal qilgan. Demak, tashqi dunyoni tushunishda biz ma'lum ma'noda aytganda bizningki kallamizda ostdan qo'yilgan masalan zamon, makonlik tushunish, sabab natijalik tushunish, u yana bir qancha 12 kerak temini o'tirib qo'ygan. Bularning hammasi oldin bilingan bilimlar yoki odamninki aqlida tabiiy biz shunday holatda dunyoga kelgan degan ma'noda o'tirib qo'ygan nazariyalar. Endi Kantniki bu nazariyalarninki isbotlagani asosan bizningki tashqi dunyoninki kuzatkichidan mustaqil turolmaydiganligini yoki kuzatkichidan mustaqil bir dunyo bor deyishninki ahamiyatsiz ekanligi masalalarini sharhlab bermoqchi. Endi bu vaqtda ko'p talash-tortish qilishga jiq vaqt yo'q, ammo bir bu nazariyalar qanday yakunlangan degan buni ham tabiatan isboti bor. Masalan, Werner Heisenberg Nobel mukofotiga erishgan 30-yillarda. Buningki nazariyasi bo'yicha masalan noaniqlik prinsipi deydi, uncertainty principle. Buningda nima demoqchi bo'lganda, masalan biz burundan dunyoni kuzatsak, dunyoninki qurashtirgan dunyoninki mohiyatini dunyoni qurashtirgan eng kichik birliklardan dalillashga tirishamiz. Masalan, qadimgi Grek falsafastik atom nazariyasi keyin taraqqiy qilib tabiiy fanda qabul qilingan, masalan Rutherfordninki atom nazariyasi eng kichik birlik atom. Undan keyin fan texnikani taraqqiy qilib atomning yadrosida elektron, neutron, proton deganlarning borligini, bularni taxmo inchga tahlil qilganda yana ularning ichida quark deganlarning borligini deganlarni tadqiq qilgan. Masalan, Yevropada cho'ng yadro tadqiqot markazlari bor, 27 kilometr uzunlikda shu yadroni suratni tezlashtirgan shuni
yadroni so'qashtirgan ashliq. Mushkul tadqiqot institutlaridami asosliq dunyoning eng inchki birligi, ya'ni dunyo dastlab borliq kelganda butkul olam Big Bang 15 milliard yil ilgari olam borliq kelgan deydi hozir fan texnikada. Mushu vaqtlar olamning asli qandaqdi? Olamni qurashtirib chiqqan eng inchki zarrachalarning asli qandaqdi degandek masalalar. Bu masalalar nurg'un masalalar ayni vaqtda Einstein yashagan shu davrlarda ma'lum. Masalan, Max Planck'ning nazariyalarida nurninki masalan foton zarrachasi hem zarracha hem to'lqin shaklida ifodalandi deydi. Hem bu zarracha to'lqin shaklidagi bu ikki xil xususiyat azaldan bilingan. Lekin kuantum mexanikasiga kelganda bu bo'libmi Heisenberg kuantum mexanikasining asoschilarining biri. Bularninki kuzatganda bu xil kuzatish orqali biz shu ushshaq zarrachaninki o'rnini bilganda uningki kelgusini bilmaymiz yoki moment yoki wave yoki zarrachaninki to'lqin holatdagi shaklini bilmaymiz. To'lqin holatini hisoblab chiqqanda uningki asl o'rnini bilmaymiz. Bu xil noaniqlik nimadan derak beradi deganda zaman makonliq nuqtadan aytganda har bir jismninki shu yoki shu jismninki shu vaqtdagi o'rni bilan kelgusi o'rni ayni vaqtdagi klassik Newton mexanikasi bo'yicha sabab natija tuzsiqliq hisoblash bo'yicha oydinlashtirilgan holat bo'yicha hisoblab chiqqani bo'lmaydi deganlikdan derak beradi. Yoki bu yerda har bir xil zaman yoki makondagi jismninki mumkinchiligi cheksiz. Shu nuqtadan aytganda keyin o'tirg'i chiqqan ko'p xil olam nazariyasi, tarix nazariyasi deganlarning o'shanga asosi bor. Ayni vaqtda Einsteinning intan ochiq kelib Niels Bohr bilan talashlash qilganlik vaqtlarmi o'sha menda masalan iloh shishg'al o'ynaydi. Bu yerda bu noaniqlik prinsipi degan xato deb qo'shilgan. Keyin umrining oxirlarida andan bu Einstein buni qo'shilgan. Endi bu yerdagi masalan yig'ib aytganda bu xil falsafiy nazariyalarninki ya'ni aslida tabiatninki yoki biz azaldan obyektiv deb qarab kelgan tabiatning amaliyotda kuzatkichidan ayrila olmaydiganligini bildiradi. Bu noaniqlik prinsipida yana bir aytilgan masala nima deganda nima uchun bu xil eng ushshaq zarrachaning biz harakatini kuzatganda o'rnini kuzatmaymiz deganda biz kuzatkichi buning asosiy sababi kuzatkichining uning bo'lgan ta'siri. Biz dunyoni kuzatish jarayonida unga ta'sir qilib dunyoni bizningki dunyoni bilish jarayonimiz amaliyotda unga ta'sir qilish ya'ni uni o'zgartish bir xil jarayonimiz ekanligi tabiiy fan orqali ma'lumlarni aytganda isbotlanib chiqqan. Endi oldingi bir slaydda o'tib qolibdi. Masalan, ko'pincha biz dunyoni bilishda tabiiy shaylarninki yoki tabiatdagi obyektlarning ikki xil xususiyati bo'yicha tushuntirimizda asosli xususiyati ikkilamchi xususiyati. Asosli xususiyati deganda uning makondagi o'rni, qattiqligi, uzun qisqaligi degandek masalalar. Endi ikkilamchi xususiyati deganda masalan uning ta'mi, shakli, rangi degandeklar bu ikkilamchi xususiyati. Ko'pincha falsafa tadqiqotchilarininki aytishicha ikkilamchi xususiyat subyektiv bo'ldi. Asosan odamga bog'liq. Masalan, shakarninki tatliq bo'lganligi o shakarni tashkil qiluvchi molekulalarning xususiyati emas, u odamninki subyektiv bo'lgan odam bilan aloqalashganda shu xil shaklga. Yupurmoqni yeshil deymiz bu masalan, bu yupurmoqni yeyotgan qo'y kallaga nisbatan bu yeshillikning hech bir ma'nosi yo'q. Bu faqat kuzatkich odam bilan bog'liq. Ammo shayninki asosiy xususiyati bo'lgan qattiqligi degandek masalalar, masalan, makondagi, zamondagi o'rni azaldan bizningki bilimimizning obyektivligining asosi deb qaralib kelgan. Ammo xuddi kuantum mexanikasining oshkorlab bergani bo'yicha Kantning nurg'un faylasuflarning dalillashiga isbot asoslanganda bu yerda biz azaldan obyektiv deb qarab kelgan dunyo amaliyot kuzatkichidan mustasno emas. Endi bu yerda
bu quantum mexanics bilan nisbiylik nazariyasi ikkisi mushu zamondagi fan texnikadagi eng oldingi qatordagi nazariya. Nisbiylik nazariyasi butkul olamni cho'ng doiradan tushuntirishga ishlaydi. Masalan, mushu cho'ng portlash nazariyalarini qandoq masalan qora o'nkir nazariyalarini desakmi, hammasi nisbiylik nazariyasi. Mush tortish kuchi eng oxirgi holat shu qadar kuchli, shundoq bir holat keldiki, bu odam oxirgi hisobda o'z ichiga o'ltirishib yoki kollaps bo'lib qora o'nkirga aylandi demoqchi. Endi Big Bang nazariyasi nima? Cho'ng portlash nazariyasi 15 milliard yildan ilgari olam bir xil ma'lum bir xil cho'ng portlashdan paydo bo'lgan. Uning keyingi barliq jarayon, uning cheksiz kengayish jarayoni, shunga bu xil Einsteinning nazariyasi bo'yicha aytganda, hozirgi bir nuqtadan ijroh kelgusidagi bir zaman nuqtasiga bog'liq, ya'ni zaman simmetriyalikqa ega. Ammo quantum mexanikasi yana shu termodinamikaning ikkinchi nazariyasi fizikada. Antropiyaning ishi, ya'ni zaman shu nazariyalar orqali zamonning qo'sh yo'nalishga emas, taq yo'nalishga zaman hamon bir xil biz odamlar yoki hamon qaraydi yoki bu o'zgarish. Einsteinning nazariyasi men yo'riqlikning sur'atida oqim qaysam qaytib berib, men burungi o'lib ketgan bo'lmolarimning davriga bora olayman degan natijaga kelib chiqadi. Ko'pincha nimalar bor, nurg'un kinolar, ilmiy fantaziyali kinolar, zaman orqali u yerlar uchib borgan. Shu nazariyalarga asoslanganda, quantum mexanikasningki isbotlab bergani undaq emas. Aslida zamonning taq yo'nalishi ekanligi. Endi bu biroq quantum mexanikasningki ishlaydigan yeri ushshaq zarrachalar dunyosi. Endi nisbiylik nazariyasining ishlaydigan bo'lsa, cho'ng hajmlik dunyo. Endi bu ikkisini oxirida birlashtirib butun dunyoning formulasini bir qo'lyog'liqdek cho'nglik qog'ozga yozib chiqish ayni vaqtda Einsteinning umrlik orzusi bo'lgan. Endi keyin bu yana masalan Angliyalik Cambridge University'dagi Stephen Hawkingning orzusi bo'lgan. Qiziqsanglar, agarda bu xil astronomiyalik olamning manbasi nazariya fizikasi qiziqsanglar, mana shu Stephen Hawkingning zamonning qisqacha tarixi, ulug' loyiha degandek kitoblar bor, men yerga yozib qo'ydim. Mana shularni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Ingliz va balkim Turkiyada yashaydiganlar turkcha tarjima qilganlar bo'lishi mumkin. Endi shu nazariyalarga asoslanganda biz mana bir masalani o'ylasak bo'ladi. Zaten haqiqatning obyektivligi degan nima? Bu ya'ni biz bir xil sirliqlashtirishni ilib borliqmi yo'q. Endi meningcha haqiqatning obyektivligi nima? Ikki xil ma'noga deb qarash bo'ladi. Birsi uning ondan mustaqilligi, yana birsi uning subyektiv emasligi. Endi biz tirishib baqdik, necha ming yillik qadifanning taraqqiyoti, falsafa nazariyalarining taraqqiyoti orqali bu ondan mustaqilligi ko'pincha holda inkor qilindi. Masalan, ushshaq zarrachalar dunyosini tatib yuqori palladagi zaman makonlik tushuntirish, sabab natija tushuntirish, aslida odamning emininki tabiiy ekanligi qatorliq masalalar tushuntirildi. Endi agarda haqiqatni obyektiv desak, lekin uning obyektivligi ondan mustaqil bo'lamasa, o vaqtida haqiqatning obyektivligini biz nimaga tayanib saqlab qolamiz. Bu masala kelganda biz abay aytib o'tgan ijtimoiy qurilma nazariyasi yoki o'rtaq tunish kelish nazariyachilarining ichidan chiqqan dangliq bir yiqim ijtimoiy qurilma nazariyasi. Endi ijtimoiy qurilma nazariyachilarining deyishicha, haqiqatning obyektivligi garchi ondan mustaqil bo'lmagan taqdirdami, lekin u subyektiv emas. Shu oningki obyektivligi hozirgi ma'noda aytganda u onga bog'liq, ammo subyektiv emas. Endi bu subyektiv bo'lmasligi qanday masala deganda, bularning qarashicha bu nazariyalar subyektiv bo'lgan, men yolg'iz bir menningki ideyasiga bog'liq deganlik emas, balki uning subyektiv emasligi mushu masalaninki bu yerda tunilgan umum nazariyalarninki ijtimoiy holatda bir jamiyatning bir ma'lum sohaning o'rtaq qurashtirishi shaklida
o'tirg'i chiqqan. Masalan, hech qanday bir nazariyachi tashqi dunyoning realligi mening elimda mustahsna emas bo'lg'achqa men nima desam shu to'g'ri bo'ldi deyamaydi. Yoki men nimani o'ylasam shuning o'zi to'g'ri haqiqat deb qarayman deyamaydi. Uning asosiy sabab bu yerdagi qayta amaliy unum berib isbotlangan nazariyalar, tajribada isbotlangan nazariyalar asosan hayotlikqa foydali bo'lgan, hayotlikni o'ng'aylashtirgan bir xil nazariyalar, uningki obyektiv yoki ko'pincha aytganda odamlarga bog'liq bo'lmasligi, uning ijtimoiy holatni qarashtirib chiqqanligidan dalillashga bo'ladi deb qaraydi. Endi bu haqiqatninki obyektivligi masalasi. Albatta bu cho'ng masala, uni abay aytgandek bu 1 soat, yarim soatlik leksiya bilan oydinlashtiradigan bo'lgan masalamiz. Endi haqiqat masalasiga kelganda yana bir masala, endi mening nazarimdagi 3-chi bir xil sirliqlashtirish deb qarayman. Haqiqat bilan haqqoniyatning tadqiqot doirasini almashtirib qo'yishda. Bu bizda emas, umuman boshqa masala Amerikada bo'lsa, Yevropada bo'lsa, nurg'un yerda o'rtaq bo'lgan bir masala. Endi masalan, haqiqat axloqiy tanlashni keltirib chiqaradi. Masalan, mening bilimim, men haqiqat deb bir to'g'ri bilimga erishdim. Mening bilimimning to'g'ri bo'lganligi, mening to'g'ri tunug'im shu haqiqiy bilim, to'g'ri bo'lgan bilim cho'qim axloqiy tanlashni keltirib chiqara olamdi yo'q. Ya'ni birisi faktni asos qilgan fikr cho'qim to'g'ri bo'lamdi. Masalan, ko'pincha ahvollarda biz faktga asosan so'z qildim deymiz yoki faktga asosan fikr bayon qilamiz, ko'z qarashlarimizni ifodalaymiz. Ammo ko'pincha ahvolda o'zimizning yaqinlarga yoki atrofdagilarga bu xil ko'z qarashimizni ifodalaganda boshqacha bir xil inkosga erishimizda. Bu cho'qim bu yerlik to'g'ri degani yaxshilik yomonlik nuqtasidagi bir xil to'g'ri-da. Endi bilim yoki fan sohasidagi haqiqat to'g'ri bo'lgan bilim bilan ijtimoiy yoki axloq, qonun, din, siyosat to'g'risidagi to'g'rilik ikki xil masala. Ondan biz yana haqiqat egildi, sunmaydi deymiz. Haqiqat egilsimi, sunmaydi. Endi bu yerga haqiqat, bu yerga egildi degan haqiqat zar qanday haqiqat? Egilsimi degan haqiqat qanday haqiqat? Bizning asl demoqchi o'g'limiz masalan quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadi. Odamlar buni burmilab ifodalasimi, lekin u o'zgarib qolmaydi degan ma'nodami? Yoki ijtimoiy hayotda yuzlagan ma'lum bir amaliyotni odamlar xato burmilasimi, u hamon bir kun oshkorlanib o'tirg'i chiqdi degan ma'nodami? Agarda yuqorida tahlil qilinganlar bo'yicha haqiqat aslida odamning engida oztuli kuzatkichiga bog'liq holatda shakllangan haqiqat bo'lsa, u allaburun egilgan emasmi? U yana egilmaydi deganda biz zodi nimani demoqchi? Hani bu yerlarda yoshiringan bir masala, haqiqat masalasi fan sohasiga, ya'ni bilimning to'g'ri xatoligi yig'ib aytganda fan sohasiga to'g'ri keladigan masala. Endi haqqoniyat, adolat, haq masalalari din, axloq, siyosat, qonun tarasidagi masala. Masalan, fan tadqiqotda biz talash-tarjih qilgan fikr qilish usulimizni dinga kelib tatbiqlashga bo'lmaydi. Bu chunki u yerdagi soha emas. Masalan, olamning mavjudligi, mavjud yoki tashqi obyektning, tashqi reallikning obyektiv mavjudligi, mavjud emasligini biz bu xil fikr qilish usuli bo'yicha dinga muomala qila olmaymiz. Ya'ni ilohiy dunyoning mavjud emasligi masalasi fanniy tadqiq qilish usuli bo'yicha talash-tarjih qiladigan masala emas. Bu sohaga tabi emas. Endi bu sohadagi masalan dinga nisbatan birdan bir vosita e'tiqod. Endi fan sohasidagilarning bu sohaga qilgan muomalasi hurmat qilishdan boshqa bo'lmasligi kerak. Endi bu masala yana
falsafiyleştirsek bunu mandaq falsafiyleştirish qildi. Endi haqiqat bilan haqqoniyat ikkisi ikki xil sohaga tava, endi haqiqat masalaları tajriba fanlariga tava bo'lsa, endi haqqoniyat qoidalashtirish fanlariga tava. Endi qoidalashtirish fanlari inglizcha aytganda empirical science bilan normative science deymizda. Normative qoidalashtirish yoki bir xil retsept ta'minlashdak, masalan bir doktor diagnoz qo'yib, doktorning diagnoz qo'yishini tabiiy fanning tashqi dunyoni yoki ilm fanning tashqi dunyoni tasvirlashiga o'xshatsak, uning retsept yozishni qoidalashtirish fanlarininki buyruq berganga o'xshash. Masalan, axloq fanlari, qonun fanlari, siyosat fanlarida bu xil retsept yozish kuchli. Ya'ni tasvirlash, tushuntirish xarakterlik nazariyalar shaylarning yoki ishlarning qanday ekanligini bizga deb bersa, qoidalashtirish yoki retsept yetish xarakterlik nazariyalar shaylarning ishlarning aslida yoki bizning orzuyimiz bo'yicha, odamlarning ehtiyoji bo'yicha qanday bo'lishi kerakligini tavsiya qildi. Shuning bu ikkisi butunlay ikki xil sohaga tava. Endi bu yerdagi qaymoq qilish ahvoli intayin yuqori. Endi nima uchun deganda, biz abaylab o'tgandek faktninki o'zi fakt bir xil kuzatkichi bilan tashqi shayning o'zaro aloqa qilish jarayonida shakllangan bir xil yoki ondan mustaqil bo'lmaydigan bir xil narsa. Endi bu xil faktni qo'pib biz ma'lum bir xil to'g'riliqning asos qilamiz desak xatolashimiz. Uni shu qoidalashtirish nazariyalariga tatbiqlaganda xatolashimiz. Endi ko'pincha ahvollarda shu xil kamchiliklarda nurg'un bema'ni so'zlar o'tirib chiqsin, biz aldirab tanbeh berolmaymiz. Masalan, ayni vaqtda Trumpning so'zlagishlaridan birisi demokratlar qo'pib Amerikada sizlar fakt so'zlamaysizlar, faktga asoslanmaysizlar deganda, u qo'pib bizning so'zlaydiganimiz g'ayri fakt degan yoki alternative fact. Buningga xalqlar uning bema'niligini bilib tursa ham radiya berolmaydi. Nimishqa? Chunki bu faktning o'zi allburun bir xil subyektiv narsa. Biz azaldan bilib o'tgandek ondan mustaqil, obyektiv emas, subyektiv. Shundoq bo'lg'achqa mening aytganim, mening shaklimda aytilgan fakt g'ayri fakt, sening deganing boshqa bir fakt. Endi u ayni vaqtdagi Trumpningki Oqsaroyning maslahatchilari ashnoq deganda odamlar qarshi turishga tirishgan, lekin rasmiy logikalik ilmiy nuqtalardan uni dalillab chiqishga imkon bo'lmagan. Nimishqa deganda asosliq bu yerdagi soha o'zaro sohaning chegarasi buzib o'tilgan holatda o'tirib bo'lgan masala. Shu bu xil haqiqat bilan haqqoniyat masalasidagi chegarasini ikkisining qaysi sohaga tabiiy masalalarni oydinlashtirganda ko'pincha biz aytgan haqiqatdagi sirliqlashtirish masalasi kelib chiqadi. Endi haqiqat to'g'risida bu talashlarimiz bizni oxiri haqqoniyat haq sohalarga elib keldi. Endi haqqoniyat abay aytgandek shu qoidalashtirish fanlaridagi shu axloqshunoslik, siyosatshunoslik, qonunshunoslik ilmlarida eng ko'p tahlil qilinadigan bir xil tema. Endi bugungi mavzu leksiyada asosligi shu bu masalaga, haqqoniyat masalasiga yoki adolat masalasiga axloqiy nazariyalar nuqtasidan qarab chiqamiz. Endi buni siyosat, qonunshunoslik nuqtalaridan qarashga vaqt yo'q. Endi eng asosli bo'lgan nazariyalar bu yerda biz qisqacha tunishtirib o'tadigan, birisi oqibatshunoslik, ikkinchi birisi fazilat etiksi, uchinchisi mas'uliyat yoki majburiyat axloqi. Endi oqibatshunoslik, buni inglizcha aytganda consequentialism deydi. Odamlarning qilmishi, bu yerda masalan shu adolat yoki haqqoniyat masalasida oldi bilan balki falsafiy nazariyavalashtirmay oddiylashtirsa, masalan hammalar o'ylab boqinglar, biz odatda bir ehtiyoj bor odamga yordam qilishni yaxshi ish deb bilamiz. Endi buni falsafiy hukmlashtirganda nima uchun boshqalarga yordam qilish yaxshi ish?
kim deb baqalaydi. Albatta, bu yerda hozir talash qilmaymiz. Endi ko'pincha buning javob berganda bizningki eng ko'p javob berganimiz nima degan mening his qilishimcha boshqalarga yaxshilik qilish mening ruhiy kayfiyatimni urg'utadi. Men o'zimning hayotiga yangi ma'no qo'shgandek bo'lib, menga xushallik ato qildi. Yoki hammadan bir-biriga yaxshilik qilsa, vaqt bu jamiyatdagi yaxshi bo'lgan bir xil pozitiv yoki aktiv energiya ko'paydi. Butkul jamiyat yaxshi bo'lib ketadi deymiz. Endi bu xil nazariyalar biz abay deb o'tgan shu oqibatshunoslik nazariyasining tipik ifodasi. Qilmishning oqibati shu qilmishning yaxshi yomonligini belgilab beradi. Endi abay savolga yana o'xshamagan nuqtadan javob berishga tirishib baqsak, nima uchun boshqalarga yaxshilik qilamiz desak, ba'zilar deyish mumkin, men bunday yaxshilik qilish bizning axloqiy prinsiplarimizda, axloqiy qoidalarimizda, odatlangan ko'rgan tarbiyalarimizda, oila tarbiyalarimizda, shunday ota-ona menga shunday tarbiya bergan. Mana shunday prinsip bilan yashayman. Shunday axloqiy qoidalarga bo'ysunaman. Boshqalarga yaxshilik qilishning menga foydasi bo'lamdi, bo'lmamdi, buning bilan munosabatsiz. Men shunday ishning to'g'risini qilgan odam, to'g'ri ish qilgan odam. Shunga men boshqalarga yaxshilik qilma deyish mumkin. Endi bu dal bizning so'zlab o'tadigan mas'uliyat axloqining tipik ifodasi. Buni ko'pincha majburiyat axloqi deydi, lekin men unga ancha qo'shilib ketmayman. Mas'uliyat axloqining tipik ifodasi. Endi yana to'xtamay so'rashni qilsak, uning tushundimam deydi. Zodi yana nima sabablar bor boshqalarga yaxshilik qilishni desak, balkim odamlar deyish mumkin. Men degan mardona yigit, mardonlik meningki boshqalarga yordam qilishimning asosi, bunday qilish degan boshqalarga bir xil xayr saxovatlik qilishning ifodasi deydi. Endi mardonlik, boshqalarga xayr saxovat qilish bu xil axloqiy prinsiplar biz aytgan fazilat axloqining tipik ifodalari. Biz endi bilib bilmay hayotimizda, turmushimizda shu o'xshamagan axloqiy nazariyalarni engimiz dalillaymiz yoki so'zlab o'tiramiz, ammo falsafiy nuqtadan falsafiylashtirish, ufqumlashtirish bu masalalarni ko'rganda bizga masala ham oydin bo'ldi. Endi yana ko'pchilik qiziqarli bo'lish uchun yoki bu masalani oydinlashtirish mana bir misolni, buni meningki misolim emas, ya'ni 70-yillar Angliyadagi bir ayol faylasuf, Cambridge University ayol faylasufning ishlatgan misoli. Bu ideya tajribasi. Bu ideya tajribasi nima deganda bir trolley yo vagon, turmuz buzilib qolgan bir vagon intan yuqori suratda relsni bo'ylab kelyapti. Endi relsda ikki yo'l bor. Bir yo'lda bir odam bor, yana bir yo'lda 5 odam bor. Endi ayol yana bir odam bor, rasmning birinchi ustidagi rasmni qarasanglar, bir odam bu yerda bir yo'lni o'ngga yoki so'lga buraydigan knopka bu odamning qo'lida. Endi knopkani ko'rinmayapti Jumo. Ekranda PowerPoint ko'rinmayapti. Meninkida siz ko'rinatamda? Siz ko'rinmayapti. Bo'pti. Men qaytib ekranimni qaytib tanishing. Endi-chi? Yana bizga ko'rinmadi. Shu ekranda ko'rinyapti, ikkimizning ekrani. Men bu tanishishda nima deb bir xatolik bo'lgan sistemda. Endi tushuntirib bersangiz o'g'lik. Bo'ldi. Bilmasam yaxshi bo'ldi. Ko'rgan bo'lsanglar yaxshi bo'ladi. Demak, keyin email avatsam bo'ldi. Nima? Endi bu yerda mashina qilib tasavvur qilsanglar bo'ldi, bir intayin tez suratlik vagon. Masalan, ko'mirkan deydi, ko'mirkanni yarasiga qarab bir vagon tez suratda ketib bordi. Buni ikkala rels bor, o'ngga so'lga. O'ngdagi relsda bir odam qapsilib qolgan, so'ldagi relsda ishqirlaganda 5 odam qapsilib qolgan. Endi o'lga yoki so'ngga buraydigan, masalan, biz o'zimizni misol olsak,
men bir kunupkini bir bassam u o'ng'a yoki so'lga menishi mumkin. Endi bu yerda men kunupkini o'ng tarafga qartib bassam, bu yerda bir odamninki jeniga zamin bo'ladi. So'ldagiga qartib bassam 5 odamning. Endi sizlarningchi qaysini qilishim kerak, qaysini qilish to'g'ri? Endi bu yerda qutulish mumkinchiligi yo'q-da. Endi biz hozir aytgan shu oqibatshunoslik nazariyalarining ichidagi manfaatparastlik nazariyasi bor yoki umumiy manfaat nazariyasi. Endi bu nazariyadagilarning qarashicha nima deydi deganda u xil bir qilmishningki yaxshi yomonligi, qanday qilmish yaxshi qilmish deb qaraladi deganda eng ko'p odamningki eng zo'r baxt olib keladigan qilmishlar yaxshi qilmish deb qaraladi. Endi bu misoldan qaraganda bir odamninki jonini olish orqali boshqa 5 odamninki hayotini saqlab qolish bu xil nazariyalar bo'yicha aytganda amaliyot yo'l qo'yish bo'lgan nazariyalar. Chunki ko'p odamlarninki manfaatiga uyg'un keladigan harakatni tanladik. Lekin amaliyotga qaraydigan bo'lsak, zodi bu to'g'rimi? Zodi siz bo'lsangiz qanday qilsiz mushkul ahvolda? Yana bir misolga olsak, masalan bir doktorxona bir bemor kelibdi. Bu bemor yillik badan tekshirish kelibdi. Endi yandagi 5-6 uyda bir 5 tak bemor bor ekan, ularningki har bir badan a'zolari, jigiri yoki bo'rki yoki yuraki almashtirmasi yaşamaydigan holat kelib qolgan odamlar. Endi doktor masalan bu yerda umumninki manfaatni ko'zlagan nuqtadan chiqqanda sog'lom bemorninki 5-6 ichki a'zolarini yulib elibla boshqa 5 bemorni qutqizib qolsa bo'ladi. Bu endi umumiy manfaat nazariyasi bo'yicha aytganda bir xil to'g'ri qilmishlar, to'g'ri harakat. Ammo biz qarab baqsak, shunday qilish to'g'rimi emasmi? Endi bu xildagi talash-tortishlar bizningki fikrlarimizni shu inglizcha aytganda utilitarianism deymiz, xitoychalashgan marksizmda bizga tunishliq bu ideyalarni vaqtdagi Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Henry Sidgwick deganlar keyin bu Marksga ta'sir qilgan. Marksningki axloq nazariyalari asosan mushkul umumiy manfaat nazariyasining eng tipik ifodasi. Endi biz odatlangan masalan Sharq Turkistonlarda Xitoylarningki marksizmchilashgan yoki xitoychilashgan marksizmlik falsafaning ta'sirida biz odatlangan bu xil axloqiy prinsiplar dal shu. Masalan ko'pchilikningki osonlik ko'psonlikqa bo'ysunish, ko'pchilikningki manfaat uchun osonliklarning manfaatini qurbon qilish degandek axloqiy prinsiplar yoki ishlarga hukm qilishda, to'g'ri bo'lgan ishni qilishda, yaxshi bo'lgan ishni qilishda shuni o'lcham qilish bizga ta'siri kuchli. Endi buningki aks ta'sirini yana qisqacha bayon qilib o'tamiz. Endi ikkinchi bir xil tipik ifodasi bu xil oqibatshunoslikning amaliy unum nazariyasi, ya'ni suiiste'molchilik etikasimi deydi. Endi bu yerdagi avval biz ommaviy koridor orqali buni tahlil qilib o'tdik. Endi bu yerda amaliy unum nazariyasining deyishicha, mayli qaysi millatningki dunyo qimmat qarshi bo'lsin yoki qaysi xil odamning qanday qimmat qarshi bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerdagi axloqiy nazariyalar umuman bizga amaliy unum elib kelganda bu xil tanlash to'g'ri tanlash bo'lgan bo'ldi. Bizning qilmishlarimiz axloqqa uyg'un bo'lgan bo'ldi yoki yaxshi bo'lgan bo'ldi deb qaraydi. Endi buning hozirgi mashhurlarda masalan Richard Rorty, bu yaqinda o'lib ketgan faylasuf, burun Harvard ishlagan, unda Hillary Putnam. Bularningki qiziqsanglar bularning asarlariga qarab baqsanglar bo'ladi. Endi bu ikki nazariya shu oqibatshunoslik nazariyasidagi muhim nazariyalarning biri. Endi oqibatshunoslik nazariyasiga nisbatan aytganda, shu ishning oqibati yetib borgan nishon bizning qo'llangan vositamizdan
muhim o'rinda. Mayli qandaq bu ya'niki vasitaninki axloqiy qimmatiga qaraganda bizningki oxirida yetib qolgan oqibatninki axloqiy qimmati ustun o'rin. Shu orqali birovninki qilgan ishlarininki yaxshi yomonligi shu orqali belgilanadi. Endi abayqi misolni biz boshqacha bir nuqtadan elib aytsak, bir odamning hayotini qurbon qilish orqali chiq odamning hayotini saqlab qilish oqibatshunaslik nazariyasi bo'yicha yo'l qo'yg'ini bo'lgan bir yaxshi ishdan. Ammo mas'uliyat axloqininki tushuntirish bo'yicha to'g'ri emas. Ya'ni bu yerlik asosli axloqiy krizis nerdan kelib chiqdi deganda biz odamlarni ma'lum bir maqsadga yetishdiki, mayli bir odam bo'lishdan qat'iy ko'p odam bo'lishdan qat'iy nazar, umuman odamni ma'lum maqsadga yetishishga vosita qilib oldik. Endi bu mas'uliyat axloqining prinsiplariga xilof bo'lgan ahvol. Endi buning qanday xilof bo'lganliklarini qiziqsanglar Kantninki axloq nazariyalari bor, ularni o'qib baqsanglar bo'ladi. Endi mas'uliyat axloqininki aytishicha odamlarninki qaysi xil tanlashlarining axloqiy jihatdan talab qilinganligi, cheklanganligi va yo'l qo'yilganligini dalillaydigan bir xil axloqiy nazariya. Endi ko'pincha odamlar buni deontological ethics bo'lgach ham dion degani majburiyat deb tarjima qilindi. Shu orqali majburiyat deydi. Amaliyotda bu yerdagi o'tirib qo'yilayotgan masala ma'lum jihatdan menga chaplangan, majburlangan, mendan talab qilingan axloq prinsipi orqali harakat qilish emas, balki men o'zimninki o'z ichimdan chiqqan yoki aqlim orqali to'g'riligini isbotlagan prinsip bo'yicha o'zimga mas'uliyatni o'zim belgilab harakat qilish degan ma'noda to'g'riroq tushunish mumkin. Men endi mushu ma'noda tushunishni to'g'ri topdim, chunki bu Kantning nazariyalarida asosan shu xil ma'noda o'tirib qo'ygan. Undan keyin bu nazariyalarda donliq bo'lganlar masalan Immanuel Kant, John Rawls, Robert Nozick deymiz. John Rawls degan Harvardning professori, agarda Amerikadagi liberal demokratlarninki nazariyalarini, demokratchilarning nazariyalarini tushunmoqchi bo'lganlar, bu John Rawlsninki adolat nazariyasi degan bir kitobi bor, shuni o'qib chiqsanglar bo'ladi. 90-yillarda nashr qilingan kitob. Endi Robert Nozick degan bu Harvardninki donliq filosofi, buningki utopiya, hukumatsizlik, davlat degan bir kitobi bor. Bu Amerikadagi respublikachilarning barliq nazariyalarining asoschisi. Buningda libertarianism deydi yoki ozodlik nazariyasi. Shu nazariya Amerikadagi ikki qutblashgan shu nazariyalarniki bu ikkisi peshvosi deyish bo'ladi. Endi har ikkisi o'ylamagan yerdan qiziqarli yeri Kantninki etiklik nazariyasini kelib chiqqan. Xuddi biz abay deb o'tgandek, Kantninki Kopernikcha inqilobidan keyin Yevropa va G'arbda o'tira chiqqan falsafalar intayin ko'p. Masalan, German ideologiyachiligi, Hegelning, Marksning nazariyalari, German masalan mavjudiyatchilik nazariyasi yoki Germaniyaninki hadisshunoslik nazariyalari deymiz. Mavjudiyatchilik nazariyasi masalan Nietzscheninki, Sartrening, Heideggerning nazariyalari, ondan yana tushuntirishunos hermeneutics deymiz, Deltening nazariyalari va keyingi hadisshunos Husserlning, Gadamer, endi hozirgi zamondagi Habermas degandek donliq odamlarning yoki postmodernizm yoki keyingi modernizmlik ideya Jacques Derrida deymiz, ondan Amerikadagi donliqlardan Richard Rorty degandeklar, bularning hammasi shu Kantdan keyin o'tirib chiqqan mashhur falsafiy ideyalar. Endi shu John Rawls bilan Robert Nozick, andan Kanadadagi Charles Taylor bo'lsin yoki hozir Harvarddagi Tim Scanlon
degandeklarning hammasimi shu Kantning nazariyasidan keyin o'tirib chiqqan. Ondan yana hozir hayot bo'lgan dangliq filosoflardan birisi Michael Sandels deb Harvardningki siyosat fakultetininki dangliq falsafachisi. Abay biz ishlatgan misolni uninki adolat to'g'risida degan leksiyalar bor, shuni ko'p ishlatadi. Qiziqsanglar Justice deb YouTube'ga kirgizib Michael Sandel deb kirgizsanglar uninki bekaliq leksiyalar bor. Bu Harvard tarixida leksiyaga eng ko'p qatnashgan professorlarning birisi, bir qatimliq leksiyasida 10 ming o'quvchi qatnashgan. Bu dunyoda hozir eng ko'p tanilgan filosoflarning birisi. Uninki shu adolat to'g'risidagi nazariyalari bekaliq YouTube kanallarda tarqatildi. Qiziqsanglar biz abay tahlil qilgan masalalar shu yerlarda bekaliq bor. Intayin qiziqarli. Endi Kantninki shu mas'uliyat axloqi nazariyasi qaytib kelaylik. Endi bu yerda Kantninki etik nazariyasiga asoslanganda erkinlik axloqninki uli. Yoki erkin odam axloqli odam. Erkin bo'lolmagan odam da axloqdan umid kutish mumkin emas. Endi sirtdan tengilgan, majburlangan etikli qoidalarga va prinsiplarga ergashganlik haqiqiy ma'nodagi axloqli bo'lishdan derak bermaydi. Endi bu yerda Kantning da'vat qilgani bu bizdagi aql yoki aqlga iroda bir xil avtonomiyaga ega iroda. Mayli bizga diniy jihatdan yoki bir hukmron tabiqaninki siyosat tarafidan tengilgan aqliy prinsiplar qanday bo'lishidan qat'iy nazar haqiqiy ishchimizga qaraydigan bo'lsak, o'zimizning ichidagi bu aqlimiz bizning o'zimizningki aqliy tanlashini mustaqil tanlaydi. Endi haqiqiy axloq agarda bizning o'zimizning mustaqil tanlashidan erkinligimizni asos qilgan holda chiqqanda, u vaqtida biz o'zimizningki qilmishiga, tanlashlarimizga, harakatlarimizga o'zimiz mas'ul bo'la olamiz. Mana bu yerdagi bu xil erkinlik, avtonomiya butkul axloqning asosi deb qaraydi. Endi Kantning nazarida hozir degandek, hur odam ijod qilgan axloqiy prinsiplar tuvandagi ikki xil qonunga bo'ysunish kerak. Masalan, Kant o'zini intayin rejimga bo'ysungan odam ekan, hechdan qaraganda hatto shu ma'ldikilari Kantninki sirtga chiqib, havo yegin chiqqan vaqtda qarab, soatini to'g'rilaydi ekan. Uninki hayoti shu qadar rejimliq o'tgan hayotmish. Endi uninki asos qilgani ayni vaqtdagi Newtonchi mexanikaning tabiatning qonunlarini mushkul ijtimoiy sohaga mas'ul tatbiq qilgan. Masalan, bir odamningki qilmishi agar men o'zimning erkinligidan chiqib tanlagan axloqiy prinsip desam, u holda bu prinsip har qanday bir axloqiy prinsip, yaxshi yomonlikni ayirishning prinsipi tuvandagi ikki xil qonunga uyg'un kelish kerak deydi. Ya'ni har bir odam o'zining ergashgan yoki tashabbus qilgan axloqiy prinsipi yoki aksiyomasi boshqa barliq odamlarga ergasha oladigan bir xil universal qonun bo'la oladigan bo'lishi kerak. Endi ikkinchi bir qonun odam vosita emas, balki maqsaddir. Endi bu yerdagi men buni ishlatishda bizda odatlangan tarjimasini qo'llandim. Amaliyotda inglizda bu yerdagi maqsad deganni end deydi. Nemischasini izlab baqsammi, shu o'xshashgan end. Bu yerdagi end degani maqsad deb tarjima qilish yoki purpose deb tarjima qilish ancha mos kelib ketmaydi. Bu yerdagi demak shuni oxirida yetib borgan nuqta degandek ma'no. Odam foydalanishga tegishli vosita emas, balki oxirgi barliq nazariyalarningki biz qimmat qarashda tanlaydigan yoki baho berilgan hukm qilishimizningki oxirgi yetib borgan nuqtasi degandek gap. Endi vaqtga qarab fazilat axloq nazariyalari bu uchinchi bir xili. Bu ninki boshlanishi Aristoteldan boshlangan, Plato, Aristotel, eng danliqlardan Nietzsche, Friedrich Nietzsche bu Germaniyaningki mashhur filosofi. Schopenhauer, Nietzsche qiziqsanglar bularni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Hozirgi zamondagisi Alasdair MacIntyre deydi. Bularniki bu nazariyasi intan kuchli. Masalan, odamlarning go'zal fazilati, axloqiy xarakteri, axloqiy qilmishning asosi yoki axloqli bo'lishninki
uli odamlarning go'zal fazilatlari oliyjanoblikda deydi. Bu xil oliyjanoblik axloqiy oliyjanoblik bilan razillikni mushu axloqninki ultash qilgan. Endi fazilat axloqiga nisbatan oliyjanoblik va razillik eng muhim bir masala. Masalan, axloqiy qilmish va oqibatlarning asosi deb qaraydi. Biz ko'pincha anglab o'tgan inson tabiati oliyjanobmi, razilmi degan savollarni amaliyotda shu fazilat axloqi nazariyasi tarafidan kelib chiqqan. Endi fazilat axloqi nazariyasiningki bir qadar ifodalik bo'lganlari, masalan, qahramonlik ideyalari, mukammal inson qarashlari qatorliqlar. Bu yerdan qisqacha ikki masalani qo'shib qo'yim keldi. Birisi shu qahramonlik ideyalari. Endi xitoychilashgan marksizmni bu xil manfaatparastlik axloqi bilan bu xil ideyalar qetilib ketgan. Nima uchun buni xitoychilashgan marksizm deymiz deganda, bu marksizm Xitoyga kelganda u shakli o'zgarib, Xitoyning aslida necha ming yil odatlangan feodallik ideyasi marksizm Xitoylarni o'zgartmasdan Xitoylar amaliyotda marksizmni burmalab o'zgartib o'tgan. Bu yerdagi masalan bizda odatlangan kompartiyaning yilg'i yavalaqdan Lei Fengdan o'g'inish, Liu Hulan, Dong Songrui degandek har xil ulug' qahramonlari bor. Bular hammasi Kongzining axloq prinsiplari amaliyotda shu fazilat axloqini ular deb qo'yilgan Li Yiren deydigan bir taqtiq nazariyalar. Shularning hammasi amaliyotda shu fazilat axloqi nazariyalarining tipik ifodasi. Hechlar qaraganda Dong Songrui degani amaliyotda partlaqushni ilib kirib o'zini partlatib o'lib olgan emas ekan. U keyin shu kinoni ishlagan rejissor Shangang kelib oshkorlaytibdi. Hechlar qaraganda Gomindanning qo'shinlari kelayotganda buni ashko'rtni partlatib deb kirgizganda u partlaqushni o'rnitib bo'lib qechib chiqishga ulgurmabdi. Gomindanning chorlashib kelgan qo'shinlari ko'rikning atrofida miltiqlarni etib qilgan ekan, bu chiqamaganda bu kommunistlar bu bir odam o'lsa mayli ko'pchilikni qutqizib olamiz deb partlatqushni yiroqdan turib miltiqni etib partlatib ko'rik partlab ketibdi ekan. Undan keyin bu voqeani qanday qilgan foydali xabarga aylantiramiz deganda bu kommunistlar ilmiy fikrni ishlatib Dong Songruyni qahramon qilib chiqarganda. Undan keyin bu odatlangan u Lei Feng Liu Hulan, masalan Liu Hulan degani bir saxt qahramon, Lei Feng degani o'ydirib chiqargan qahramon. Liu Hulanni aytishlar qaraganda u bir jasus ekan-da. U keyin kompartiyadan Gomindanga setilib, kompartiyaning uchurlarini Gomindanga tarbiyalab berayotganda asli kommunistlar o'zlari o'ldirib ketgan. Ondan keyin uni qahramonlashtirib, ashnab o'ydirib chiqarganda, bu xil ideyalarning hammasi agarda hukmron o'rindagi bir ideologiya bundan foydalanib ketganda, uning zihni intayin kuchli bo'ladi. Ana mukammal inson nazariyasi biz Nietzschening ideyalarida ko'p uchraydi. Buningki Zoroaster shunday deydi degan kitobni Abduqodir Jaloliddin tarjima qilgan. Endi bu tarjima biroz qalaymaqon bo'lib ketgan. Bu bizdagi shu vaqtdagi hukmron ideyalarning ta'siri xitoylashgan marksizm bilan islom dinininki hukmron ideyasining ta'sirida bu Zoroaster shunday deydi degandagi muhim ideya haddidan ziyod burmalab etilgan. Masalan, aslidagi superhuman yoki odamiylikdan olqish nazariyasini avliyo degandagi har xil nomlar tarjima qilganda, shuni bu xil mukammal inson nazariyasi amaliyotda insonning mukammal bo'lishiga rag'batlantirgandek nazariya emas. Nietzscheninki nazariyalari odamiylikdan olqish yoki odamiylikninki zaiflashgan tabiatidan datmijoz odamiylikdan olqib haqiqiy bir xil mardona yoki davr yaratuvchi insondek bo'lishini ta'kidlagan bir xil ideya. Shuni buni xato tarjima qilganda uningki asli haqiqiy ko'zlagan ma'nosi yo'qolib ketadi. Endi bular bizdagi o'sha axloqiy nazariyalar. Endi hozir biz haqiqat to'g'risidagi nurg'un nazariyalarni, haqqoniyat to'g'risidagi nurg'un nazariyalarni ko'rib o'tdik. Bular orasida har xil talash-tortishlar bor. Endi xuddi bu nazariyadagilar dastlabda biz misol qilib o'tgan qarg'uninki pulni silishi, olti qarg'u odamning pilni silishiga o'xshasak ortiq ketmaydi.
Hammamiz har xil turmush yo'lida, har xil fikr aqimlarda, har xil dunyo qarash, qimmat qarashlarda yashaymiz. Ammo ko'pincha ahvollarda biz jim turgan holatlarda va chunqur o'ylagan holatlarda o'ylab baqsaq, go'yo biz shu yo'g'on bir pilning oldiga ekilib qo'yilgan amalarga o'xshaymiz. O'zimiz silab bilib olgan targ'ina dunyoning kartinasini eng oxirgi haqiqat deb bir-birimiz bilan talash tortish qilib turamiz. Endi falsafaninki bu vaqtdagi roli xuddi ko'kuyinga o'xshash, ko'kuyin chaqqanga o'xshash ochiq savollar bilan o'rinlashgan, hatto g'aflatda qolgan ruhlarni uyg'otishga tirishadi. Shunga qiziqsanglar, falsafani o'qishga kirishib qo'ysanglar bo'ldi. Meniki bugungi leksiyarim mushala oxirlashdi. Keyingi endi savollar bo'lsa javob bersak bo'ldi. Rahmat. Bo'ldi, sizga ko'p rahmat. Vaqt bo'lgan bo'lsa, esa bekrak tafsili paranglashgan bo'lsak yaxshi bo'ladigan. Chunki bu falsafiy to'g'risidagi leksiya bo'lsin, dars bo'lsin, kitoblarni tushunish boshqa materiallarni biroz tez deb o'ylayman. Tafakkur qilishga, zehnin qo'yib anglashga to'g'ri keldi. Shu yana bir muhim masalalardan birisi shu bizning tilimizda tarjim qilingan kitoblarning asosi yo'q deyarlikan falsafadan. Bayağı siz de bir nurgun dağınık felsefe nazariyelleri olsun, ya ki şu felsefede nazariyelerini koygan dağınık şahslar olsun, bu doğrusu ama biz asasen pek bilip gitmeyimiz. Ya ki bu mesela özümüzden milleti tarafından yazılgan yakın zamanda şu felsefe kitaplar yokken. Şu bir çoğun boşluk kendip oylap kaldım. Şu sebepten ki köpek ceylerinde şu felsefe boğan düşünce bir ham ya ki hatta düşünce bek çıkken. Şu yerde okutkan balları mı şunda? Felsefeden mesela çağırıq kez asasen okumaydı. Bu kez iskatmaydı. Nimdep okuyumuz, hiç kandaş kığılayını okuş bittiğindikinde. Ama şu fırsatı ben bir sizden sorsam. Çünkü programın yan bir məqsədi şu keside okuyan çoğunlarınki şu cəhətdən özünün teklif fikrini yaş ballarga sunuş arqılıq eğer kesip okuyduğun niyeti babalar az sonra olsun yol gösteriş. Şunu sizce şu kesipte okusa kelgüsüde qandarak yetiş qılalaydı. Çünkü olab ben balla şunu soraydı. Ben okuşup bitgenden keyin qandarak yetiş qılalayman, nemiş qılalayman, bu kesip nemiş yaraydı o. Yani bizninki şu milletimiz için bir iş qılıp bulamdı deyilgan sualını bek köp soraydı. Biz muhmanıken biz mi çaresiz qaldık. Bugünemde siz şu cəhətdən tuncu qetim 50 sen sözləb berdiniz. Şu bizninki o'qishni xalayga yoq o'qaymi o'qimaymi deb ikkilinib qolgan yoshlarga bir to'g'ridan bir maslahat bergan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Endi meniki o'zimning amaliyatimni aytganda men falsafa o'qigan, Uyg'ur falsafa tarixi o'qidim. O'rta Osiyo tadqiqot institutida danliq shu vaqtdagi danliq filosoflar Zarif Dulatning qo'lida o'qigan. Abdüşkür Mehmet Demen'ninki bir qism asarlarini o'qigan. Keyingi hozirgi zamondagi Uyg'ur falsafa ideyasini tadqiq qilgan, masalan, Yalqur Ruzi, Abduqodir Jaloliddin qatorliqlarning kim o asosiy ideyalar bilan bir qism tanishliqim bor. 2007 yil Amerikaga kelgan. Ondan keyin falsafani tadqiq qilib boqmadim, chunki ishlaydigan ishim boshqa. Ko'pincha ahvolda odamninki orzusidagi men bilan amaliyotdagi men bir kelmaydi. Endi bu hayotlikninki amaliyati shu. Biroq falsafani agarda uning foydasi uchun o'qiyman desa, iqtisodiy manfaat olib kelmaydi. Pul topishni o'ylaydiganlar falsafa o'qimasa bo'ldi. Endi falsafa iqtisodiy boylik yoki pul topib keladigan bir soha emas. U Abay aytgandek faqat xuddi falsafada so'ralgan cho'nqur savollar ko'kiyinning ochiq chiqishiga o'xshash bizning g'aflat yetgan ruhiy dunyomizni uyg'otadi. Endi uni Xudo Abay deb o'tgandek u amaliyat yoki amaliy turmushga tatbiq bu falsafada tahlil qilingan masala amaliy turmushga tatbiqlash qiyin. Shunaq bo'lg'achqa agar bir odamning maqsadi amaliy turmushda g'alaba qozonish bo'lsa,
u holda bu yerda falsafa tadqiq qilish ancha mos kelmaydi. Agarda men felsefani tadqiq qilib, akademiyalarda ishlab, professorlar bo'lib, tanlıq asarlarni e'lon qila olaman degan maqsad bo'lsa yoki Uyg'urlarga bizning altimizga asl ta'sir bo'lgan nazariyalarni ijod qila olaman deydigan nazariyalar bo'lsa, vaqti o'qis bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa, Nurgulga men yerda savollar chiqdi. Men shu savollardan muhim deb qaralganlarni bir qancha o'qib deb kelsam. Qaysar, Mejid Qaysar akamiz bir savol so'rabdi. İslam medeniyeti cümleden felsefe, o'rta asrda Ravrus gullangan ekan, yana tarixchilarningki qarashcha ayni zamonda sharq yo'q, g'arb qorong'u degan. Biroq hozirgi zamonda reallik uning aksiga bo'lib qoldi. Buning sababi nimadir deydi. Bu bak yaxshi savol bo'pti. Deymizmi, o'rta asrda masalan Hristiyan dindagilar Yevropada xurafiy ideyalarga erishib yurganda, Arab İslam medeniyeti shu 600-yillardan boshlab Abbas xalifaligining oxirigacha, manaqcha aytganda Napoleon hujum qilib chiqib, Osman Türk imperiyasini vayron qilgan qadar bu Arab İslam medeniyetining tanqidlangan. Masalan, Ibn Sina'ning El-Tibabat yoki Tibabat qomusi degan kitoblari 17-asrlargacha Yevropaninki meditsina maktablarida asosli dars qilib o'tilgan. Al-Farabi ikkinchi Aristotel deb ta'riflangan. Qiziqsanglar, Hay ibn Yahzan degan bir kitob bor, Ibn Tufaylining, uni o'qib baqsanglar bo'ldi. Shunaq tanliq gullangan mazgil bo'lgan. Bu vaqtda o'tirib chiqqan Jaloliddin Rumiy, Shayx Saidi Firdavsi, bizning masalan Yusuf Asojib, Alisher Navoiydek mashhur shaxslarimiz mana shu vaqtlarda o'tirib chiqqan. Intan gullangan bir manzil. Biroq keyingi mazgillarga kelganda rost degandek madaniyat yoki bu xil ahvolda cho'kish bo'lgan. Endi meningki his qilishimki bir qancha sabab bor. Birisi ayni vaqtdagi tarix nuqtasini aytganda belgida o'tirib qo'ygan desak bo'ldi. Masalan, Napoleon o'tirib chiqdi, Yevropada adabiyot san'atining qayta uyg'onishi bo'ldi, ma'rifat parvarlik harakati bo'ldi, Newtonningki mexaniklik nazariyalar umuman bular, uning orqadan sanoat inqilobi, shular orqali taraqqiyot, bu xil tez suratli taraqqiyot bu zamondagi belgida orqada qolib qoldi. Ya'ni fursat ketib qoldi-da. Endi har qancha tirishsimu yetishib olish qiyin. Ikkinchi bir nuqta endi shu ma'lumotni aytgandaki islom dini shu mazgillarda to'yingan holatga kelgan desak bo'ldi. Masalan, bo'lishga tegishli taraqqiyot ayni vaqtda islom dinininki Arab İslam madaniyati ta'sir ko'rsatgandan muhim omil shu Hellenistik yoki Yunan madaniyati deymiz, Yunan madaniyatining ta'siri. Endi shu madaniyatlarda islom dinining o'zining mukammalligiga oltiga yetib qolgan. Endi undaq bo'lg'achqa bundan yana ortiq cho'ng taraqqiyotlarning o'tirg'i chiqishi ma'lum ma'lum aytganda cheklamalar kuchaygan, o'z ichidan chiqqan cheklamalar, shu to'yingan holat bularni taxmal o'rganlaydigan chekchigrani bo'sib chiqib baralaydigan holatga yetamagan. Uchinchi birisi hamda ma'lumotni aytganda dogmalashgan ideyalarning ta'siri. Bular islom dinining o'zidagi dogmalashgan ideyalarning cheklamasi deb qarashga bo'ldi. Fan texnika tadqiq qilish cheklamaga uchraydi. Masalan, Ibn Sino ayni vaqtda Xufyan yusunda ziyoratkorliklardan jasadlarni o'g'irlatqizib, basharqiliq ming operatsiyasi deganlarni shuna Xufyan qilgan. Amaliyotda dinda o'lgan odam Allohning dargohiga ketadi, uni ishlatish cheklanadi. Masalan, El-Biruni ayni vaqtda bir tog'ningki asl dengiz ekanligini, bu dengizning tog'ning asosi shakllanganligini bayqaganlar o'tirib qo'yamagan. Nima uchun deganda, yer sharni yaratquchi 7 kun ichida hozir holatda yaratgan, uni bir siqib aslida
palani joy dengiz dedisi Qur'onda yoki hadislarda o'tirib qo'ygan haqiqatga ixtilof bo'ldi. Endi bu xil holat shu uch xil holat amaliyot cheklamini keltirib chiqargan deb qarashga bo'ladi. Rahmat. Vaqtni to'sha deb qolibdi. Sizga takrar ko'raman barliq do'stlarning nomidan rahmat aytamiz. Bundan keyin mumkin bo'lsa, shu falsafa to'g'risida bizningki shu millatimizga payliq nuqta deb qaragan nuqtalar bo'lib qolsa, sizniki shu bir narsa yozib chiqarishingizni yoki bo'lmasa pat ekran kelib xalqimizga payliq suhbatlarni erib berishingizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Qimmatli vaqtingiz uchun takrar rahmat. Agar sizningki xalqimizga deydigan oxirida yurak so'zini olib qolsa, shuni anglab bo'lsak, undan keyin programmamizni tugatsak. Sizga rahmat, Mamatjon. Yaxshi riyosatchilik qilib berdingiz. Andın ekran oldidagi barliq o'qirmanlar, ko'rilmanlar, do'stlar, menlarga ko'p rahmat. Endi savollar bo'lsa keyin o'zaro aloqalashib qilsak bo'ldi. Endi falsafa bayliq bera olmagan bilan, moddiy bayliq bera olmagan bilan ruhiy bayliqni yetkazib turgan fan. Qiziqsanglar o'qinglar, tadqiq qilinglar. Endi bizga bo'lapmi bu xil ruhiy jihatdan rag'batlantirgan uzuq hozirgi ahvolimizda intayin zarur. Endi hammalarga rahmat. Rahmat sizga. Barliq ko'raman do'stlar, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammalarniki salomat bo'lishinglarni umid qilamiz. Aman bo'linglar. Allohga emanet.